Shoir akamlarda biz qiynaldik-da, mana ezildik. Ezildik, qiynaldik. Abdulaziz baraka topsin, shu inson keldi mana men uchun mustaqillik shu Abdulaziz akam kelgandan keyin boshlandi. Terlashlik salomatlik alomat. Ish to'kis bo'ldim, demak ish. Nima kuni men yozadi ular tushundingmi? Ichim o'lib ketadi. O'ziga aytmaganman. U tushadi kerak bo'lsa vaqt kelsa. O'rtamizda anaqa yo'q, chegara yo'q. U yerga tegib ketib qolsa, Olaman deb turgan joyimdan ololmay qolgan. orzuyimdan voz kechgan. Qo'yinglar endi kech. Endi kech. Biz xohlagan, lekin Xudo xohlamagan ish deydi-ku, Xudo baraka topgan. Ana Abdulaziz chaqirib olgan. Qisqa qilib. Sizlarga omad. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi Assalomu mehmonlarimiz Abdurahmon aka hamda Yulduz opa bo'ladilar va biz bilan Sog'liq va budjet hisob fakulteti talabasi Isoqov Quvonchbek. buxgalteriya hisob fakulteti talabasi Ibodullayeva Bahora. Montajda qo'yamiz. Pa. Ismini adashtirganda yomon gaplar ekan. Ha, Mashti doktor dedi. Xush kelibsizlar ko'rsatyapmiz. Xush kelibsizlar. Yaxshi, rahmat. Bugun birinchi savol boshlaymiz. Quvonch, misol uchun siz bugun yo'q. Bugun mana qor yog'ishiga qaramasdan kelibsizlar, tog'lar oshib. Birinchi savolimiz bo'lsa, ber. Chunki bizani ko'rsatib xush kelibsiz kuzatuvimizga. Aynan bu sohaga qanday kirib kelgansiz? Yo'q, qaysi paytda gapiring. O'xshatdingiz. Yaxshi kelib oldinglarmi? Zo'r, rahmat. rahmat. Kayfiyatinglar qanaqa? Men kayfiyatim har doim zo'r. Zo'rmi? Sen bor Yulduzni ko'rib bugun. Voy, kuchiga chiqdi kayfiyat. Bilib ikkalamiz chaqiribsizlar lekin. Hayajon yo'qmi? Yo'q, Yo'q, endi maqtanish emas-u, nima hayajon yo'q. o'rganib ham ketganmiz. Xo'p, kelinglar bugun sizlar bilan universitet haqida emas, universitetga qanaqa qilib kirib kelganlaringiz haqida emas. Rahmat. Xudoga shukr. Shu savollarni tayinlanmadi yurish savolga. Shaxsiy hayotlaringiz haqida gaplashamiz, chunki juda ham ko'pchilikka qiziq. Shaxsiy hayotlaringiz, karyeralaringiz, umuman ishlaringiz. Xo'p, o'z hayotingizdagi eng katta mas'uliyatni qachon his qilgansiz? Eng katta mas'uliyat nimadan boshlangan? Eng katta mas'uliyatmi? Ha. O'zingizdagi mas'uliyat qachon his qilgansiz? Birinchi savol bunaqa bo'ladi deb o'ylab O'ylab Shuning uchun ko'zlari chaqnab. mas'uliyatni Aytaver. Turindan haydalib, narxo'za kelgan paytda mas'uliyat his qilganman. Chunki Turinda o'qib yurgan paytimda ham o'sha erkatoqida hali ham o'sha erkalik qilib yurardim. Keyin Turindan haydalib, yo'q kelgan paytim o'sha his qilganman. Demak, shunaqa paytlar bo'ladi. Ishongan odamlar yordam bera olmay qoladi. O'zi ota-onaga ishonasiz. O'sha onam, otam, lekin shunaqa joylar keladi. Hayotda ular yordam bera olmaydigan paytlar bo'lib qolishi mumkin ekanda. Shuning uchun shunday his qilganman. Demak, odam o'ziga ishonishi kerak ekan. Har doim ham kimgadir bog'lanib qolmaslik kerak. O'zi harakat qilish kerak. Chunki men o'ylaganman, bo'ldi, kirdim, o'qib qo'yishdi o'qishga, demak bitirgizib qo'yishadi. degan narsa xayolim bo'lgan, yo'q, lekin yordam bermagan, haydab ketganman. Kulib xursandligini qarang. Yulduz opa sizda qachon bo'lgan? Menda shu o'qishga kirganimdan keyin. Oldin sobiq moliya instituti bo'lardi. O'sha moliyaga kirganimdan keyin boshlangan. Nima desam, xuddi Abdurahmon aytgandek, bo'ldi, mana kirdim. Bo'ldi, bu yog'i shundoq ketadi. Endi Tekis davom etadi. tekis davom etadi hammasi, hech qanaqa narsa nima deydi, o'nqir-cho'nqirlab bo'lmaydi, hammasi zo'r bo'ladi, udar bo'ladi deb o'ylagan edim, lekin unaqa bo'lmadi. Nimaga qiyin bo'ldi? Yo'q, o'zi tabiatan agar do'stlar atrofida yoki bir jamoatchilik atrofida chiqishib ketishim juda ham oson, qulay. Ko'pchilik shu narsani bilmaydi. Tashqi ko'rinishdan minsimaydi. Mana men ham shunaqa deb o'ylagan. Kibrda bu, kibr. Tashqi ko'rinish shunaqa beradi o'zi doim. Minsimaydi, kibr yoki gapirib ko'rsammikin yoki bu narsa deydigan savol tashqarida bo'ladi, lekin men bilan gaplashib ko'rgan odam biladi meni qanaqaligimni. O'shada salgina Men bilaman, yaxshi qiz. Rahmat Abdurahmon. Jan qo'yib qo'yapsiz. Shu, lekin keyin o'rganib, mana ko'rib, mana yaxshi do'stlar orttirib, yangi kollektivga ega bo'lib, kursdoshlar, domlalar ko'rib, sekin mana xuddi hayotga
boqishingiz ham ancha o'zgaradi. o'zgaradi. Men ko'p o'ylardim, oldin aytishardi, o'qigan bilan o'qimagan farqi bor. Endi bu narsa bilan o'qimaganlarni gapirmoqchi emasman, o'zimdan kelib chiqib. O'qimagan paytim, oldin maktabda o'qib yurgan paytim umuman boshqacha fikrlar, umuman boshqacha qarash, boshqacha fikr, gaplashish ham ohang boshqacha. O'qishga kirgandan keyin umuman 100% o'zgargan. Lekin bu ham qaysi o'qishligiga ham bog'liq. Va texnikada o'qiydiganlar bo'lishi mumkin. Alo, o'qiyotgan kruгозорga ham bog'liq. Misol uchun moliyada, narxozda endi более kulturniroq odamlar o'qiydi-da, sal madaniyatli odamlar o'qiydi. Misol uchun ayrim joyda misol texnika yozib, bu yerda bari erkaklar, o'g'il bolalar texnikani shunday olganlar. Erta Polibom misol qiz bola o'qisa, qiz bola ham erkak shoir bo'lib ketib qoladi, erkak sifat bo'lib ketib qolishi mumkin. Chunki atrofida muhit shunaqa bo'ladi. Atrof muhit shunga majburlab. Ha, endi bu yerda misol uchun narxozda, moliyada более kulturniroq odam bo'lgani uchun sal odam o'zi Borku qozonga yaqin bo'lsa qora soqali deydi. Shunaqa gap. Misol uchun yaxshi odamga yaxshi borursiz, yaxshi bo'lib qolasiz. Abdurahmonga o'xshaydigan insonlar bilan yursangiz, yaxshi bo'lib qolasiz demoqchiman. rahmat. Shu Endi baribir ham o'qishga kirganinglardan keyin nimadir his qilgansizlar, mas'uliyat katta bo'lgan. mas'uliyat katta katta bo'lgan juda. Keyin baribir ota-onam kontrakt to'laydi, salgina bo'lsa ham mana kirib chiqish, yo'l kira, xarajat. Bizni paytimizda xemis boshlandi. Vaqtimizga xemis boshlandi. Ayniqsa bunda emas menda. Xemis yo'q edi. Birinchi 2020-yil juda bir yaxshi yil kelgan. Karantindan keyin, lekin nolimayman. Bunda ham bir hikmat bor degan gapni doim ishlataman. 2020 maktabni ham bitira olmadim. 2020 hamma sentyabrda kulib o'qishga kelsa, men 17-noyabr kuni tirjayib o'qishga kelganman. Hech kim tanimaydi, kiraman. O'zimni fakultetimni tanishtirsam, "Abinoga boring" deydi. "Abinosi qanday u" deyman. Xuddi doim kelib yurgan odamga "Boring, Abinoga boring" deganda, lekin Endi kirib kelgansiz. Endi kirib kelganman. Keyin yo'q, shu. Lekin yaxshilikka bo'ldi. O'sha 20-yil birinchi o'sha xemis tizim boshlangan deyilgan. Nima u xemis deyman. Domlalar kirishadi, tushuntirishadi. O'lsa men bu kallaga kirmaydi. Chunki o'qimagansiz-da, uni bilmaysiz qanaqa tizimligini. Yangilik-da u biz uchun. Tim более ham birinchi kursiz, ham talabasiz, umringiz birinchi marta, ham xemis tizim. Nima ekan u xemisi deyman. Lekin yo'q, yaxshi. Suzib ketdik. Va shuni aytishim mumkinki, maxinatsiyalar topoldik. Xapas deb aytmayman. O'rgatib ketmaysizmi? Yo'q, lekin men quvonarli tarafi hozirgi baralla ayta olaman, xemis tizimida umuman yiqilmaganman. Birinchi bo'lsa ham yiqilmaganman. Abdurahmon yiqilmaganman deyman. Men ham yiqilmaganman, faqat men orasida yiqilganman. Aynan shunaqa paytlar odam o'zini hayotida yangi odamlarni topishga harakat qiladi-da. Misol uchun ustoz. Siz yangi kirib keldingiz institutga, kimgadir ergashib, undan qanaqadir namunalar olib harakat qilasiz nimadirga. O'shanda sizningcha ustoz aslida kim va siz eng ko'p o'rgangan narsa, eng ko'p o'zingizlarga xulosa chiqarganinglar aynan qaysi ustozdan? Kimni ustozim deb tan ola olasiz? Endi birinchi men javob bering. Javob bering. Javob berasan. Yoshimning hurmati bor. Siz bering. Ko'pni ko'rib qo'ygan. Ustozga keladigan bo'lsak, bu katta ketishmas yoki bir kimgadir hozir juda ham avj olgan paxta qo'yishmas. O'sha universitet o'sha moliya, sobiq moliyaga kirgan birinchi paytim birinchi domlalar kirgan, baribir tanimaysiz ularni. Lekin ularni tanitguvchi bitta sababchi bo'ladi doim. Dekanatda hozir birga ishlaymiz. Navruz opa borlar, hozir tutorlar bo'limini muvofiqlashtirish bo'limi bosh mutaxassis bo'lib ishlaydilar. Oldin u yoqda bank ish fakultetida ishlardilar oldin. Tutor bo'lib. O'qishga kirgan Yo'q, tutor bo'lib emas, u payt tutor yo'q edi. Kurator. Yo'q. Lavozim bor, ish yurituvchi degan, shunaqa ish yurituvchi, dispetcher shunaqa lavozimlar bo'lgan xullas. Xat hujjatlarni yuritadigan odam, dekanatda ishlaydigan. Shunaqa odam bo'lgan. O'sha 1-fevralda eslayman haligacha. Fevralda birinchi jurnalni olib kirganimda yozib o'tirgan bo'lganlar. Keyin jurnaliz yozib qo'ying dedilar menga. Men aytdim, men starsda emas edim. Men starstaga aytsam yozib qo'ysam bo'ladimi desam, bo'ldi, boshqacha ohang bilan. O'sha odamni ko'rdim, bo'ldi, yoqtirdim.
bilmayman nimaga, shunaqa xarakter bor o'zi. Meni yoqtirdi men o'zi sizni. Apke. Xorazmlik. Birinchi ko'rishdagi anavda xulosa. Birinchi ko'rishdagi xulosa mana bir xillarni ko'rasiz, nimagadir yoqmadi shu odam deysiz-ku. Birinchi ko'rdim, yoqtirdim shu odamni. Hech nima qilmagan bo'lsa, Hech narsa qilmagan bo'lsa ham, ha, keyin oddiy bir gap, jurnalni to'ldirib qo'ying, jurnal bo'lgan, jurnal to'ldirib qo'ying. Voy, men starsda emas edim, mayli, starsda aytsam, jurnal to'ldirib qo'ysam, mayli dedilar. Keyin ertasi kun keldimda, bitta ish aytdilar. Nimadir, xat hujjatlar bilan shug'ullanadilar, shuni yozing dedilar. Mayli. O'sha dekanatda qolib ketdim. Yozib, chizib, keyin o'zlari aytdilar, bo'sh vaqtingizda keling, mana bunaqa ish bor. Yordam berasiz, ham o'rganasiz, ham o'rgatasiz, ham taniysiz, tanishlar orttirasiz dedilar. Hop deb shu kelib shu bank ishida o'sha 0 dan boshlanib ungacha o'sha noyabrda o'qishga kelgan bo'lsam, shu oygacha faqat uydan o'qishga kelganman, o'qishdan yana uyga. Uydan o'qishga faqat shunaqa. Oraliq shunaqa bo'lgan. O'sha fevraldan buyog'iga bo'ldi kelib, 1:30 da darsim tugasa, 1:30 dan 4:30-5 gacha birga ishlab, u paytda ofitsiantga kirmaganman. Shogird bo'lib. Shogird bo'lib, o'zim xohlab. Men birinchi o'sha universitetdagi birinchi ustozim deb ularni bilaman. Chunki hozir bo'lsam ko'pchilik Komila opacha deyishlari mumkin, bu paytda yo'q edilar, ya'ni dekretda edilar. Men 2-kursligimda keldilar. O'sha universitetdagi birinchi ustozim, ya'ni menga ish o'rgatganlar, xat hujjat o'rgatganlar, birinchi ularni deb bilaman. Keyin men bu bizga dars bergan domlalar. Keyin shunaqa bo'lgan. Keyin undan keyin ketgan. Amirxonaga? Meni imенно universitetdagi ustozim, tog'a deyman. Men o'zi odatda tog'a desam hamma radioy tog'asi deb o'ylaydi-da. Men misol uchun Zamdeganlar Hasan akani ham tog'a deyman. Uralskiy Zamdegan Solih akamni ham tog'a deyman. Tog'a deyman hammani. Erkalab chaqiraman-da. Hattoki gapim bo'ldim, anaqa bor-ku. Talabalar turar joy, bo'lim boshlig'i Fazliddin akani ham tog'a deydi. Tog'amiz deymiz. Tog'a, yaxshimisiz deymiz. Tog'a deb ko'rishadi. Yaqin olasiz. Yaqin olib. Tog'a deymiz. Universitetdagi birinchi ustozim fakultetimizda yoshlar masalalari bo'yicha dekan muavini bor. Hozir ham shu yerda Obid aka. Hamrayev Obid Ahatovich. Tog'am, ustozim. Mana shu universitetga kelganimda mana shu yoshlar ittifoqi komandaga qo'shgan ham shu inson bo'ladi. Chunki menda uyatish degan narsa yo'q. Bu eskidan yo'q narsa. His qilib ko'rmaganman hali uyatish, hayajonlanish degan narsa his qilib ko'rmaganman o'zimda. Birinchi kursligimda keldim. Twitter bor, Ilhom aka bor edi. Keldida qanaqa sifat bor kimdadir dedi. Endi Toshkentliklar ko'p bizda hammasi o'tirgan paytda chiqdimda, men she'r aytib beraman sizlarga dedim. She'r aytib berdim. O'sha kamobdagi yo'qdi. U paytda vitse-prezident bo'lardi. Koordinatorlar bo'lmagan. Yo'q, koordinator degan Yoshlar ittifoqi ham bo'lgan. Kamila Daniyarovna tuzgan kengash bo'lgan. Talabalar kengashi. Uni misol uchun hozir bosh koordinator bor-ku, bosh koordinator prezident, uni yo'nalish koordinatorlari vitse-prezident bo'ladi. Nomi shunaqa edi. Obid aka sразу meni vitse-prezident qilib qo'ydi. Keyin vitse-prezident qildi. Payt Temur degan bola bo'lardi, Muxtorov shu prezident edi. Uni chopda sразу prezident ham qilib qo'ydi. O'sha meni yo'li hammasi paytda qilib. O'zi chopaman, meni yilib chopish Abdulazizga o'xshayman. Hozirgi koordinatorga o'xshayman-da. Hozirgi bosh koordinator ham Shora akam chopib, shu joyga o'tirib olgan. Mayli, bu sirni aytmoqchi emasdim, lekin aytdim. Xullas, meni shu universitetdagi birinchi ustozim, hozir ham ustozlik qiladigan inson bu Obid aka. Hozirgacha ustozimni bilaman. Hozirgacha ustozim deb bilaman va oxirgacha ustozim deb bilaman. Xo'p, Yulduz opa, keling hozirgi ustozingiz haqida gaplashamiz. Bu haqida gapirmay ketdingiz. Yo'q, ular haqida alohida boshqa kelib chaqirasizlar, boshqa kelamiz. Albatta, alohida. Как раз shu gap haqida kecha gaplashib qoldik. Ko'pchilik seni men oldindan shogirdim deb bilar ekan deb aytdilar. Keyin ko'pchilik aytib, aslida unaqa emas, shu ketdim-ku. Men o'sha universitetga kirgan paytim yo'q edilar. Keyin 2 yildan keyin, ya'ni men 2-kurs edim. Moliya kampusida bilsanglar kabina bor. O'sha kabinani yangi ochilishida birinchi marta o'sha yerda ko'rganman. Birinchi marta endi o'zlariga aytib berganman buni. Nima deydi? Xuddi
biz ko'rmaganmizda oldin, lekin unga qadar bo'lardi. Fayada rasmlari turgan, rahbariyatda rasmlari turganida, albatta Komil opamning ham rasmlari bor edi. Bundoq qarab, kim bu deganimda endi ishongan. Opachi, mujik opa. Yo'q, ha. Endi tasavvur qiling, maktabdan chiqib kelgan odam mujik opa desa, nima tasavvur qilasiz? Yo'q, aytsam, talabalar uchun jonini beradigan odam. Kim bu ishlaydilar? Prorektor. O'sha masalalar bo'yicha prorektor. Hozir qattalatsam, hozir yo'q. Farzandlari borligi uchun ketganlar. Hop, qachon kelar? Shu odamni kutganman men. Qachon kelar ekan? Chunki o'zim tadbir jinnisi bo'lganman. Hozir ham shunaqa. Bejiz o'sha intervyularda ham aytuvdilar, yulduzimizga to'g'ri keldi deb o'zlari. Keyin xullas kombinat ochilishda birinchi marta o'sha yerda ko'rganman. Kelgan kunlardayoq xuddi aytgan talabalar kengashi tuzilgan. Talabalar kengashi tuzilgan. Men o'yladim, universitetga topshirsammikan yoki fakultetimda topshirsammikan deb ko'p o'ylaganman. Keyin atrofdagilar men universitetga topshirib yubor, agar universitetga mabodo o'ta olmasang kengashdan o'zimizga fakultetga kirasan deyishgan. Ya'ni alohida bo'lgan. Yoshlar ittifoqi alohida bo'lgan. Bu yoqda alohida kengash bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Kengash bo'lgan. Keyin hop deb universitetni kengashiga topshirganman. Tashkiliy nazorat va kadrlar bilan ishlash bo'yicha vitse-prezidentlik lavozimim bo'lgan oldin. Kulishini qarama. Lavozim bo'lgan, keyin topshirganman xullas. U yillar o'sha yil davomida qilgan ishlaringiz, nima qilgansiz, o'sha hammasini qo'yish prezentatsiyada gapirib, narsa qilganman. Keyin ko'rib o'tirganlar, hammaga savol berib, bitta menga savol bermaganlar. Ya'ni nima qilmoqchisan yoki hammaga nima qilmoqchisan yoki u yoki bu, lekin tanimaymiz, taniganimiz yo'q bir-birimizni aytdim-ku. Savol bermaganlar, keyin bo'ldi chiqinglar deyishdi. Keyin ular qaror qabul qilishgandan keyin o'zlari tashkiliy va nazorat kadrlar ishlash bo'yicha Nasimova Yulduzxon qizimiz bor ekan deganlarga men hayron qolganman-da, Chunki menga aytishganda juda ham qattiq qo'l opa. Juda ham talabchan, talab qiladi. Haq beradi ham. Aytmoqman, talab ham yaxshi qattiq qiladi. Qotib qolganman. Rahmat, Xudo xohlasa birga ishlaymiz siz bilan. Bo'ldi, xo'p. O'shandan keyin bu tadbirlar, u bo'ldi, bu bo'ldi. Shu keyin yaqin olib qarabsizki Inas qoldi. Qarabsizki Toshkentlik inam paydo bo'lib qoldi. Rostdan, lekin men birinchi marta ko'rganda qizlarni o'ylaganman. Qizlar ham shunaqa deb o'ylaydi. O'xshab ham ketasiz-da. Sir aytib qo'ydik qizlari. Yoshlik, sir aytib qo'yding ham, ochib qo'yding ham, mayli. Lekin borku, kamida agar ularni hamma jahldor deb chunki biz misol uchun ko'pchilik ichida turganimizda ham misol uchun yoki boshqa joyda turganimizda ham ursa, bizni urishadi birinchi. Chunki biz ko'taramizda, biz o'zimizga o'zi jiddiy qabul qilmaymiz. Xodimlarni ham tashqaridan kelgan odam bilan xodim tursa agar xodimni urishadi. Shu narsani men juda yaxshi ko'raman, chunki nimaga deganda biladi, chunki xodim u narsani to'g'ri qabul qiladi. Tashqaridan kelgan odam uni qanaqadir boshqa qabul qilishi mumkin. U tashqaridan kelgan odamning nazarida yomon odam o'qib ketishi mumkin. Lekin ishlaydigan odam o'zi o'rganib ketgan-da. O'zinikida. Bizni tefosda ham bor, bizga u jiddiy umuman qabul qilinmaydi. To'g'risi-da. Misol uchun bir kunda 3 marta yo'q eshitmasa o'zimizda kelmaydi o'zi. 3 marta eshitib olishimiz kerak. Aniq, eshitib. Va deydi, men bitta ko'rmasammi deydi, bezlashib ketgan deydi-ku. Yaxshilik ma'noda bezlashgan. Tashqaridan bir ishlayotgan odamga unaqa muomala qilinmaydi. Agar nimadir muammo bo'lsa, u birinchi o'zini xodimiga anaqa yo'naltiriladi. Yomon gaplar. Chunki u to'g'ri tushunadi bu narsani. Vaqti kelsa ertaga o'zimizniki deb bemalol o'tkazib yuboraveradi bu narsani. Tashqaridan kelgan odam uni yoqtirmasligi mumkin. Shu xarakterlariga juda ham doim besh ketaman. Biladilar. Qaysi joyda, qaysi vaqtda, qaysi odam qanaqa gapirish kerak ekanligini. Joyi bo'laki, o'zimizga ham o'rgatganlar. Qancha Yulduz mana bunaqa joyda mana bunaqa qilish kerak, mana bunaqa joyda mana bunaqa qilish kerak. Hop, o'sha miyangizda qoladi-da, baribir. Yaxshi ko'rgan odamingiz sizga yaxshilik ma'nosida gapirsa, esingizda qoladi-da sizni. Shuning uchun hozir to'g'ri tasvirlab yura olmayman to'g'risi. Aynan ko'p aytadi, aynan bitta
bittasini ayting, qanaqa qilib yaqin bo'lib ketgansiz? Aynan bittasini deydi. U bittasi yo'q-da u. Demak bitta Tasodif. bo'ldimi? Demak u soxtalik. Chunki yillar davomida yig'ilib bitta bo'lib iloyim oxirigacha borsin. Xudo xohlasa inamday baribir. To'g'ri. Toshkentlik inam. Bo'ldi. Shu ko'p joylarda. Shu joyda aytib keting, Instagramda 0909 ma'nosi nima? Oo. Ava shuni so'raydi. Men ham bilay, shuni ayting. Yildiz Noltoq aytaveray. Aytaverayna. Baqay tog'asi. Davomi qisqa reklamadan so'ng. Finjan. Finjanni iching, Dubayga uching. Shirinliklardan ham ochib qo'yaylik. Agar ichmasangiz yomon bo'ladi. Ya finjan, вообще молодец lekin. Yo behazil paxta qo'yishga emas, bu anavi. Rostdan finjanni biz rost yoshligimiz o'tgan finjanda. To'g'risida. Standartlarga qo'yganmi? Ha. Qachon o'chirgan? Xo'p, men har tarafni chiqardim. Bular banki onasidan qarardi, opam bilan birga o'qishganda. Men har tarafni boshqa qiz bilan chiqardim finjanga. Bitta nafsda boshqa qiz bilan. Bitta nafsda boshqa qiz Shuni bilan. aytmay turuvdim shuni. Bitta nafsda yana boshqa qiz bilan Chunki chiqardim. bu bilan gaplashayotgan qizlar ko'rib turgan bo'lsa hozir sizlarga sabr. Ko'ryapsizmi? Sizlarga sabr o'rta. Ya'ni ular hurmat do'st bo'lib qolamiz ular bilan. Har bittasi bilan do'st bo'lib qolgan. Xullas, Yildiz 0909. O'zi Instagramni qachon ochganman deb so'rasanglar, ikkinchi kursni bitirganimdan keyin, yo'q, ikkinchi kursda deylik, ikkinchi kursda ochganman. O'shanda ham nimaga? Hamma Telegramdan uzilib qolgan payti edi u payt. Misol uchun jamoada ham jamoaviy o'tirardik, ko'rdim Instagramda men senga anov tashladim, ko'rdim Instagramdan anov chiqdi, Instagramdan anov tashladim. Hamma Instagram o'shalar sababli o'zi Instagram ochishimga. Bekor qilgan ekan. O'zlari ham hozir juda aybdor hisni tuyishadi, bekor shu oldingdan maqtanibmiz deb. Keyin bo'lmasa menga ham Instagram ochib beringlar, bo'lmasa hammang maqtanib yotibsan dedim. Keyin bitta ikkita o'rtog'im bor. Bizni hamma eskilar uch ajdar deyishadi. Muxlis bilan mushtariy. Mushtariy buni opasi. Men buni opasi bilan parallel desam bo'ladi. Bitta fakultetda xullas. Bitta fakultetda parallel o'qiganmiz. Opasi nima deydi? Opasi bo'lib tanishib qolganmiz o'zi. Abdurahmon aka bilan Abdurahmon bilan opasi Opam meni imtihonga olib kelgan, Turindan haydalganman, o'xshab kirish kerak-ku moliyaga. Shunaqa umuman boshqacha tasvirdagi, umuman boshqa odam bo'lib chiqdi-da. Mayli. Yaxshi bo'lib chiqdi. Unga alohida to'xtalamiz. Xullas, o'shalar sababchi bo'ldi, ochdik. Nima deb ochamiz? Oldin boshqacha qilib ochdim. FFF, GG juda ham yaxshi tushunadi. Borda shunaqalar. Shunaqa qilib ochdim. Keyin o'zi yaxshi ko'raman turkchani, turkcha ham xullas turkni yaxshi ko'raman. O'sha uchun Yildiz deb ochdim. Iyimisiz? Yildiz deb ochdim. Keyin nima qo'ysam ekan nikiga dedim. 0909 ayamni tug'ilgan kunlari. Ham akamni tug'ilgan kuni. Ayam o'zini tug'ilgan kuniga o'g'il podarka qilgan. O'ziga podarka qilgan. 0909 keyin 0909 ya'ni sentyabr kuni, o'sha 9-sentyabr kuni men imtihon topshirganman. Universitetga kirish uchun imtihon topshirganman. Nimaga sentyabr? Karantin bo'lgan-ku, hamma avgustda ajralib turgan tomoni ham shu azizlar. Siz Shunaqa 2007. Ha, payslar bo'lmagansizlar. Bu miloddan avval miloddan avvalgi gap bu. Qizil podsho paytlari. 2020-yil kirgan talabalar bilishadi. U payt talabalar shaharchasida o'sha Beruniy metroda 9-sentyabr kuni imtihon topshirganmiz. G'alaba bog'ida. Xullas ochiq havoda imtihon topshirganmiz. Quyosh, bu yoqda issiq qaynab ketgan suv va siz tasavvur qiling. Shu keyin 9-sentyabr kuni kirib aytdim-ku, 17-noyabr kuni birinchi o'qish kunimiz bo'lgan. Oktyabr polni onlayn o'qiganmiz. O'zimizga kurs tutgan gruppamiz bor, lekin kim u it egasini tanimaydi. Xullas shunday qilib Yildiz 0909 nikim yaralgan. Haligacha shu sizlarni xo'rlab kelyapti. Yomon emas-ku, yaxshi. Yo'q, umiddan yaxshi. Yo'q, gapirmaydi. Qo'y gapirma demoqchi edingiz. Xo'p, o'zingizga ko'p beradigan savol qaysi? Nega degan savol ko'p beraman. Nimaga? Negada? Nimadir ishim o'xshamay qolsa, bir sekund yoki soatga siqilishim mumkin, lekin kunlab siqilib yurmayman. Unutib boraman. Men bo'laman, esdan chiqarishga yordam beraman. Hazillashib.
Ko'p shu uchun ham bo'ladi. Men agar xonada bo'lmasam, Nimaga bunaqa bor ekan deb. bular mamlab o'tiradi xonada o'tirib, men bormasam ishga 3 ta qiz. Yo, men unaqa o'tirmayman. Men unaqa o'tirmayman-ku. Bittasi Nilufar divan gaplashadi. Masalan, bu ishim o'xshamay qolsa, nimaga, nega deb bir sekundlar, lekin keyin bilaman, nimaga afsus qilmayman, chunki ertasi kun yoki undan keyin mana shu ish bo'lmaganligi uchun Belgi bo'ladi, xayrli bo'lgani, ish xayrli bo'lmagan bo'lganligi yaxshiligi shunaqa. belgi bo'ladi demoqchi. ketaman, demak bunday hikmat bor ekan deb ketaveraman. Paytdan ko'p ko'rgansam ishonmaysizlar bizga. Sizlar Abdurahmon aka? Men o'zimga eng ko'p beradigan savolim shu qiz bo'ladimi, bo'lmaydimi? To'g'risini aytaman, shu qiz bo'ladimi, bo'lmaydimi? Chunki yo'q, men yomon ma'noda emas. Anavi qanday tushuntirsam bo'ladi. Qarayman-da, qarab turib, shu qiz qanaqa qiz ekan deb savol beraman-da, lekin o'ylaganda shunaqa bo'lib chiqadi shu qiz. Sen qanaqa o'ylaysan? Yaxshi qiz deb o'ylasang, haqiqatda yaxshi qiz bo'lib chiqadi. Yomon qiz deb o'ylamayman odatda. Ya albatta hazil. Men o'zimga odatda ko'p savol beraman. Bo'lmasa-chi, o'xshamasa-chi degan savol. O'xshamasa deb savol. Lekin ashib qilib ko'raman baribir. Lekin rostdan o'xshamaydi shu ish. Men shu savolni berib, nimadir ish qilsam o'xshamaydi rostdan. Desam o'xshamasa-chi desam o'xshamaydi haqiqatda. O'zingiz shubha qilib qo'yasiz. O'zimga shubha qilgan, balki shuning uchun lekin o'xshamaydi shunaqa qilsam. Xo'p, faol bo'lish bu xaraktermi yoki o'rganish mumkin bo'lgan ko'nikmami? Faol ikki xil bo'lishi mumkin. Bittasi tug'ma, ikkinchisi o'rganish. Masalan, maqtanish emas, menda tug'ma deb o'ylayman. Chunki bu narsa aynan maktabga kirganligim uchun yoki universitetga kirganligim uchun paydo bo'lib qolmagan. Oldindan bo'lgan. Chunki mana baribir aytadi-ku, yoshligingda anaqa bo'lgansan, yoshligingda anaqa bo'lgansan deyshadi-ku. To'g'risi menda ayam ham, uydagilarim ham, ammalarim ham aytishgan. Mana shunday paytingda o'sha Og'abek Sobirov muzikasi qo'yilsa, o'sha mamlaqalarga o'sha oyog'ing o'ynab qolib ketgan. Agar sokin tarona bo'lsa, hayron qolganman dedilar. Sokin tarona bo'lsa, tasavvur qilib yurgakda turgan joy kichkina bo'lmagan, masalan, katta. Boshingni mamnaqa qimirlatgan. Muzikaga moslashgansiz. Muzikaga moslashgansan. Voy xudoyim deb shokda bo'lib qolganmiz. O'sha uchun aytdim-ku, tug'ma bo'lganman. Keyin bog'chada ham o'tirniklar, tadbirlar bo'lsa, ishqilib qanaqa tadbir bo'lsa, yulduzsiz bo'lmagan. 8-mart bo'ladimi, Navruzmi, xullas bo'ladi-ku bog'chada. Bog'cha u. Maktabda ham xuddi shu holat. Hozir maktabdoshlarim kuzatgan bo'lsa, hamma tadbirmi, o'yin deysizmi, teatr deysizmi, Bir xil hozir. hammasi bo'lgan. Keyin men shu narsadan qo'rqqanman. Universitetni bilmayman, universitet hayoti qanaqaligini. Universitetga bo'lib kirdim. Bo'ldi endi o'qish yoki bir ish topsam, o'qish shunaqa bo'lib yurar ekanda, bunaqa yo'qdir desam. Afsus, bunaqa bo'lmadi. Yo'q, nimaga afsus? Xudoga shukrmi? Eshitib, shu tadbir bor deyishganda, bu yerda tadbir ham bo'ladimi deganman. Opangga mushtariylarga tadbir ham bo'ladimi degan paytim, "Yo'q, tadbirni eng zo'rlari kattasi universitetda bo'ladi-da" deb keyin o'sha boshidan o'sha milliy libos, qivisi, keyin yana Teatr. bundoq qarab, hatto uydagilar ham aytishgan, "Men tadbirdaman" desam, "Shu universitetga borib oldim shu tadbiringni." Shu maktabga qolib ketmadim, yo'q. O'rgangan ko'ngil o'rtasidan qo'ymas. Lekin yaxshi ko'raman. Har bir qanotda qatnashgansiz. Har bitta qivizda qatnashib, nominatsiyalar bekor gapirdingiz-da shuni. Maqtanib o'tayim. Quvnoq qiz olganman. Qo'yib beringlar. Hokim kubogida quvnoq qiz olganman. Oldin sobiq moliya institut paytida ham quvnoq qiz olganman va hozir o'tgan universitetda bo'lganda ham quvnoq qiz shaxsan o'zim olganman. Bu yil mayli qatnashmadim. Mayli. Qolganlar ham olsin dedim. Qoladi. Shunaqa hazil qildik, lekin shunaqa tug'ma bo'lishi mumkin. O'rganish bu yon atrofingizdan o'rganasiz, ya'ni sizdan, undan. Endi qarab turib faol bo'lish kerak ekan demak, deyish bo'ladi. Demak, faol Asl tug'malik. Ikkalamiz ham tug'ma 100%. Men bilaman. Tug'ma. 100% tug'ma. Xato qilsak ham yoki xato qilmasak ham jabrini o'zimiz ko'rsak ham maza qilamiz. Chunki o'zga yo'q. Endi tadbir qilsak yoki asosan tashkilotchi sifatida masalan yuramiz ko'p. Opani oldilarida ham yoki boshqa Shohruh aka, Abdulaziz oldida masalan shu tashkilotchi sifatida yursak,
misol uchun nimadir o'xshamay qolsa yoki nimadir xato qilsa gap eshitsak ham baribir bo'ladi, hamma tadbirda bo'ladi. Faqat u efirda ko'rsatilmaydi. Shunaqangi asablar, ayniqsa voy opam shunaqa asab qiladilar. Chunki odam yaxshi ko'rgan ishini zo'r qilmasa, nima deydi, ichingiz qizib ketadi. Ko'ngil to'lmasa, opamda shunaqa xarakter bor. Komil opada shunaqa xarakter bor. To'lmasa tiqib ketuvdilar-da, keyin aytaman. Oldinlarda hech kim yaqinlashmasdan qochinglar, trevoga qochinglar deydi. Chunki bir 5 minutlik bo'ldi. Unaqa qilib yurmaydi, xarakterlari yaxshi. 5 minutlik bo'ldi, keyin o'sha odam bilan gaplashmay ketaveradilar keyin. Shunaqa. Ko'pga cho'zilmaydi. Ko'pga cho'zilmaydi. Yo'q, cho'zilmaydi. Yo'q, ko'pga cho'zilmaydi. O'sha yaxshi ko'rasiz. Men o'sha ish uchun ham qilmaganingiz uchun ham gap eshitasiz, lekin yaxshi ko'rasiz. Chunki ayb ham bor. Bor bo'ladi ko'pincha o'zimda ham. Yaxshi. Bo'ladi. Ko'p qovun tushiramiz. Hali olib kechirganlarga ham rahmat. Lekin shularni o'rganib Pishasizda, ha. Keyin aytadilar, aytib Navro'z opa ham ko'p aytadilar. Ish bor joyda xato bo'ladi, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. To'g'ri. Ish to'kis bo'ldim, demak u ish emas, o'tirgan bo'lasiz deydilar. Opam xuddi shu gap gapiradilar. Ikkita qanotim bor, bittasi Navro'z opa, bittasi Komil opa. Zo'ra menga mazza qilib beraman, yashab bersam bo'ldi. Yashab bersa bo'ldi. Shunaqa. Sizni fikringiz qanaqa, Abdurahmon? Meni fikrim tug'ma bo'ladi. Menda ham tug'ma. Men mana shu kichkinaligimdan doda deydi Toshkentda, biz vodiyda opoqa deydi. Shu dodamlarni, opoqalarimni uyda yashardim ko'p. Jajgalgasini olib, mikrofon qo'shiq aytardim mana qilib. Jajgalgasini olardim. U paytda Sherzod Bin bor-ku. Sherzod Bin qaysi konsert chiqqan paytlarda yallalarni parodiya qilib, Sherzod Bin parodiya qilib chiqardi. Ana shu parodiya o'ziga o'xshatib, anaqa mikrofon ushlab olib o'zimcha telefonda salomlar qilib, yoshligimdan meni 100%. Maktabda ham shu bir xil bo'lganman. Shu taka universitetda ham, litseyda ham shunday. Zajgalka degan esimga tushib ketdi va qizlar ko'p biladi. Kremni qutisi bo'ladi-ku. Krem qutisi yoki dezodorant qutisi bo'lsa, o'sha meni mikrofonimda. Hozir ham shunaqa. Hozir charchasam yoki nimadandir ko'p stress bo'lsa yoki bir Xat ko'payib ketsa. Xat ko'payib ketsa yoki uyda quloqqa shunday naushnik tiqib bitta o'ynab olaman, hammasi chiqib ketadi. Hozir ham shunaqa. Qanaqadir hobbiymi bilmayman, shunaqa. Maza qilaman. Stress holatidan chiqish yo'lida endi bu. Uydagilarim ham biladi. Bugun konsert bormi? Bor, shunday konsert qo'yib chiqay deyman. Qulog'imga tiqib farqi yo'q, yulduzmi? Farqi hamma o'g'il bolani qo'shiq aytsa ham qulog'iga shunday naushnik tiqib, men ko'p naushnikda yuraman-da, shuning uchun. Naushnikga tiqib o'sha maza qilaman keyin. Hamma charchoq chiqib ketadi. Ketadi, to'g'ri. Bitta savolingiz bo'ldi Bahora. Javob berib ketib qoldilar. Nima savol? Balki to'liq qilarmiz o'shani. Shu stressdan chiqish uchun ko'proq nimadan foydalanasiz? Nima qilsangiz o'zingizni sal yengil his qilasiz deb savolimiz bor edi. Ha, misol uchun ko'p o'zimni chalg'itaman. Bitta narsaga o'ynab shunaqa. Bog'lanib qolmayman. Yoki men kuzatuvchilarim ham biladi, maza qilib kino ko'raman, maza qilib serial ko'raman. Bo'ladi-ku baribir. Bu kino ko'rmay qolsa-da shanba kuni. Meni yozishadi Instagramda. Yulduz opa bugun nima kino ko'rmadi? Men bilan birga yashayman. Kuni menga yozadi, ular tushunmayman. Bu har shanba yakshanba kino ko'radi uyda. Uni istoriyaga qo'yadi. Ikkita yakshanba qo'ymadi shuni. Ana shu ikkita yakshanba meni direktda yorib ketdi. Yulduz opa nimaga bugun kino ko'rmadi? Men qayerda bilaman nima kino ko'rmagan? Svet yo'qdir uyda. Balki o'chib qolgandir, pul tugar. Pul solib qo'yilmay ko'ra televizorga. Yo, shu eng zo'r malham kimlar bilan gaplashishim emas yoki kim bilan agar kayfiyatim yo'q payti kim bilandir gaplashsam xafa qilib qo'yaman. Mana shu xarakterim yomon. Alamingizni shu odamdan olib qo'yishingiz mumkin. Olib qo'yishim mumkin. Kayfiyatim yo'q payti rasm chizaman ko'p. Ko'pchilik bilmaydi. Mana bir rasm. O'zimni albomim bor. Qalamlarim ham bor. Ishxonada ham turadi, uyda ham turadi, lekin ko'pchilik bilmaydi. Aka bilasizmi? Ko'rganmisiz? Shunday xunuk chizadi. Yo'q, men bittagi narsani chiqazaman. Aynan bitta narsa chizmayman. Chiqazib yuboraman. Yoki qanaqadir naqshmi yoki oddiy bir qorani olib to'rtburchak chizilgan naqshlar bor, chuqur naqshlar ana ketma-ket bo'yaydigan naqshlar, shunday naqshlar chizadi. yoki oddiy qalamni olib qilsam o'sha chiqib ketadi, shunaqa.
Yon atrofdagilarim ham biladi va yaqin do'stlarim o'sha chizishni boshladimi bo'ldi, hech kim gapirmaydi. Bo'ldi, demak bo'ldi. Keyin o'zim ham aytaman, hozir gaplashmaylik, xafa qilib qo'yaman deyman. Bilmayman, balki xaraktermi bu, lekin shunaqa. Asosan shu muzika, shu rasm chizish, mana o'zim aytib rasm chizaman deb. Shu narsalar yordam beradi. Tushunarli. Bir xil qizlarda buni shopping qiladi, navorot xafa bo'laman, shopping qilsam qo'lim ketadi. Yo'q, umuman ko'p pul sarflamayman-ku. Yo'q. Umuman. Menda anaqa she'r aytaman. She'r aytib. Maza qilaman. Shu joyiga bitta aytib bering she'r. Kameraga. Kameraga qarab nima haqida aytib bering? Farqi yo'q. Eng yoqtirgan she'ringizni bitta. Eng yoqtirganimni aytib beraymi? Onasi bor insonni bu dunyoda g'ami yo'q. Armon netar dilida hech kimsadan kami yo'q. Bir chimdim osh qolsa ham bolam sen ye, qornim to'q degan so'zlarini eslab bugun ko'zlarimdan ham yolg'on ekan u so'zlar. Meni o'ylarkan onam. Mana bu go'shtni yegin. Mana bu go'shtni yegin, men uncha yoqtirmayman. Onam so'zi xush yoqib yer edim, qoldirmayman. Bola edim, g'o'r edim, armon nima bilmayman. Bugun shularni eslab netay ko'zlarimdan ham yolg'on ekan u so'zlar. Meni o'ylarkan onam. Davomi profilimda. Reklama kesinglar. Faqat bugun finjanni reklamasi bo'ladi, uniki emas. Bu mavzuga yana bir qaytamiz. Qaytamiz. Boshqacha qaytamiz. Abdurahmon aka, hozir hayotda siz uchun do'st kim? Do'st shunchalik muhim odammi siz uchun? Muhim odam. Muhim odam, kerakli. Do'stlaringiz ko'pmi? Men do'stlarim juda ko'p. Chunki men o'rtoqlarim ko'p, realniy o'rtoqlarim ko'p meni. Yulduzlarim o'rtog'im juda ko'p. Ana maqtanish bo'lmasa, har bitta nuqtada o'rtog'im bor. Har bitta joyga borsam, misol uchun, har bitta qayerga ishxonamda, misol uchun tanishim o'rtog'im bo'ladi. Chunki men o'rtoqlarni yaxshi ko'raman, o'rtog'im ko'p bo'lishini. Misol uchun universitetda zo'r o'rtoqlarim bor. Aytdim, uni zo'r yaqin islagan keldi-ku, o'rtoqlarim meni. Yaqinlarim. Ozod bilan o'radi. Dollar. Patishka qilamiz dedi. Keyin nima dedi? Musqa. Urar o'rtog'im. Keyin bu yoqdan Ozodbek o'rtog'im bor. Ozod kunini bermaydi. Toshkentda misol uchun o'rtoq deyilsa, yoshi katta kichik aytilmaydi-da, faqat o'rtoq deyiladi bo'ldi. Toshkentda shunaqa narsa bor. Shuning uchun mening o'rtoqlarim ko'p o'zimdan katta, kichkina farqi yo'q. Aziz akam bor, o'rtog'im. Bu ham o'rtog'im, yaqinim, misol uchun Aziz akam o'rtog'im. Farid borsizlar tanisinglar agar, Farid, Jamshid, biz bular bilan eskidan mana yaqin bo'lganmiz. Irisqulov Temur bor va u bilan nima ishlar qiladi Temur bilan. Yo'q, ularni aytma. O'rtoqlarim ko'p. Ular hayotimda muhim o'rin egallagan. Ular uchun ko'p joyda va hamma joyda turib bera olaman. Ki aqlim yetadi, ular ham men turib bera oladi. Shu narsaga 100% ishonaman. Hech qachon yomon kunimda yoki bo'lmasa iloyim, lekin hech qachon qo'lidan kelgan yordamni ayamaydi. Ishonaman bu narsaga, o'rtoqlarimga. Bular mening hayotimda muhim o'rin egallaydi. Sizni hammasi yaqin o'rtoqlaringizmi? Hammasi yaqin. Hammasiga ishonib yeta olasizmi? Ishonib yeta olaman. Hammasiga. Do'st bo'lishdachi, misol uchun sizga ko'p vaqt kerakmi do'st orttirish uchun, yaqin do'st bo'lish uchun? Yo'q. Tez o'rtoq bo'la olasiz. Chunki odamni bilaman qani gaplashganda. Gaplashaman, agar unaqa qilmagan odamni yoqtirmayman deydi. Sira sezasiz. Yo'q deydi. Buni yoqtirmayman. Yo'q. Murod akani yoqtirmayman, bo'limni Murod bor bilasizlarmi? Jinim suymi ko'rsam o'sha bo'g'ib qo'yib keladi. To'g'rimi yuzang? Ana bo'limga ishxonaga kirganimda o'rtada o'tirgan bo'ladi. Biroq shu bilan urushib, xonaga kiraman. Chiqayotganda shu bilan urushib ketib ketaman. Xo'p, Yulduz opa, sizcha? Ba'zi Biz o'rtoq yo'q haqida bilmayman men. ba'zi Biz o'rtoq yo'q shunda. bor gap. Shu qiz o'rtoq yo'q rostdan bor-ku. Nega? Qiz bola o'rtog'im bor, kam. Juda kam. Qiz bolaga nisbatan kam-da. O'zi bilsiz, qiz bolaga do'st bo'lmaydi. Do'st bo'lmaydi. Do'st yaqin o'rtoq bo'lishi mumkin, lekin ularning orasida ham nimadir bo'lib o'tib ketgan bo'ladi. Lekin do'stlarim juda ko'p meni ham. Bundan
oshiq o'zi oshiqki umuman kam emas. O'sha aytdi-ku, o'rtoq deymiz biz, do'st, hammasi o'rtoq. Qiz bola ham o'rtoq, o'g'il bola ham o'rtoq. Va qiz bola bilan o'g'il bolani o'rtasida do'stlik bo'lishi mumkinmi deydi, men 100% aytaman mumkin. Mumkin. Mana Shunaqa. Mumkin. qiz o'rtog'imda bu. Qachonki to'g'ri qarashda gap faqat. Faqat to'g'ri qarashda. To'g'ri qarab bila olsangiz, ya'ni sizga yurib-biringizda turgan odamning qanaqaligini bilsangiz, u zo'r o'rtoq sizga nisbatan. Do'stingizga xiyonat qilmasangiz. Aynan nimasi turgan emas, do'stlik anaqa hissiyotiga xiyonat qilmasangiz, faqat do'stlik bo'ladi. Masalan, u sizga ishora nimadirini aytib qo'yishi mumkin. U gap sizga muhtojligidan emas. Masalan, onasiga borib aytmaydi yoki dadasiga borib aytmaydi. Bu kimgadir aytish kerak-ku baribir. Ishonib suyangan bir qancha ko'pini aytmasa ham bir uchini chiqarib aytib qo'yadi baribir. Baribir unga ham bir malham topib berishingiz mumkin. Mana shunaqa o'rtoqlarim ko'p bo'lgan. Ko'p. Men yo'q deb aytmayman, xudoga shukr ko'p. Pan deganlarim ham bo'lgan, pan demaganlar. Pan deganlarimni o'ziga aytmaganman. Prosta o'zi uchun bilib, prosta ulardan salgina uzoqlashganman bo'ldi. Lekin salomatlik bo'ladi baribir. Yaxshimisan, yaxshimisan, yuribman mana bu shu bilan bo'ldi. Bildirmaysiz. Yo'q. Shu o'rinda pand yegan do'stlaringiz bo'lgan va yana savol, hayotingizda sizni o'zgartirgan do'st bo'lgan, bir hayotingizni o'zgartirib yuborgan do'st. Yoki bir gapi bilan yoki bir maslahati bilan bo'lgan. Do'st bo'lgan. Masalan, bittasi mana. O'zingdan ketmagin. Bittasi mana bu bor. Abdurahmon. Aytdi-ku, do'sti yoshi kattasi, kichigi bo'lmaydi. Faqat do'st. Faqat do'st. Do'stning o'rtoq. Masalan, Kamiladan yarini ham meni o'rtog'im, meni do'stim. Masalan, Navro'z opa yoki birga ishlaydigan opalarim bor yoki Nilufar opa, ular ham meni do'stim. Qaysidir vaziyatda nimagadir tupikka kirib qolgan vaqtim doimo o'zini tashvishidan ortib yo'l ko'rsata olgan insonlarim bor ishqilib. O'zim bo'lmasa yetarli-da, misol uchun. Yetarli, mana buni bilamiz, misol uchun biz o'zimiz misol uchun. Bilib tursak, lekin bilib turadi, misol uchun. Eshitadi. Voy, o'zimni g'alvam boshimni oshib yotdi demagan birortasi. Nima bo'ldi yoki tumshayib yuraversam, ya'ni xafa bo'lib yursam, aytadi, yarashmaydi senga bunaqa qilib yurish. Nima bo'ldi, ayt. Sraz bilintiraman men. O'sha qog'imni o'yganimdan sraz bilaman. Birinchi bo'lib, nima peshanang narsa yo'q deb opam so'raydilar. Nimaga bunaqa tumshayib olgansan deydilar. Keyin Nilufar telefon qiladi, menga urushib qoldingmi ko'y. Men bilan ursa faqat kayfiyat chiqib ketadi. Yo'q, deyman, xullas. Shu hammasi men o'rtog'im, hammasi yaqinim. O'rtoqlar kerak. O'rtoq baribir kerak. Yo'q desa, xunuk ko'rinadi. Lekin qiz bola ham bor, u o'ylashmasa unaqa bor ham. Xullas bor-da. Bolalikdan birga katta bo'lgan do'stingiz bormi? Hozirgacha birgamisizlar? Bor. Yo'q. Bor. Bilol. O'rtog'im bor, Bilol degan futbolist. Zo'r bola. Ana shu har qattiq yoshligimda. O'zim uyimdan ko'ra uni uyida ko'proq bo'lganman-da men. Oyisi rahmatli zo'r ayol edi. Kirardim. O'zini o'g'liga qarab, asal Bilol bo'lmasa agar, men ular kirib o'tiraverardim shu yerda, uxlab qolaverardim, yotib qolaverardim. Ovqat qilib berardi, hamma narsa zo'r. Shu o'rtog'im haligacha yaqinmiz. Yaqinda ham kelib ketdi Toshkentga, o'zi Andijonda turadi u. Qo'qonda o'ynaydi. Qo'qon futbol komandasida zo'r bola Bilol. O'rtog'im. Ilohim baxtingga sog' bo'lsin. Bor unaqa o'rtog'im. Xo'p, shu o'rinda savol bor. Bolalikdagi do'stlik bilan katta yoshdagi do'stlikning farqi nimada? Ya'ni bolalikda ham do'st bo'lganmiz-ku baribir. Misol uchun bog'chada, maktabda va hozir do'stlashish bilan orasidagi farq nimada? Bolalikda do'st bo'lsangiz, undan nimadir kutmaysiz. U sizdan nimadir kutmaysiz. Beg'ubor bo'ladi. Beg'ubor do'stlik bo'ladi. Keyin bolalikdagi do'stligingizda qanaqadir ichingizda yomon odam bo'lmaydi. Katta bo'lgansiz, ichingizda kichkina odam o'sha katta odam bo'ladi-da, o'sha u boshqa odam bo'lib tarbiyalanishi mumkin ichingizdagi odam. O'zi asli boshqa odam, lekin ichingizdagi odam katta bo'lgansiz, boshqa odam bo'lib tarbiyalanishi mumkin-da. Keyin o'sha katta bo'lganingizda xohlaysizmi, xohlamaysizmi, do'st bo'lishdan oldin o'ylanasiz. O'sha sizning nozik nuqtalaringiz bo'ladi. Yoshligingizda nozik nuqtangiz bo'lmaydi.
Katta bo'lgan payt o'zi sizni qanaqadir tochkalaringiz bo'ladi-da, shu tochkalaringizdan qo'rqqaningizdan ham tochkalar uyalib, misol uchun oilaviy sharoitingizdan ham uyalgansizda do'stligingiz yoshligingizda, to'g'risi. Chunki biladi. U biladi chunki u qiziq emas oilaviy sharoitingiz. Uni oilasiga qiziq bo'lishi mumkin, lekin bolaligingizda siz qo'pol qiladigan aravakashda bolasi bo'lsangiz ham, milliarderda bolasiz ham qiziq emas, o'rtoqsizda, to'g'risi. Lekin katta bo'lganingizdan keyin bu narsa men qiyin, to'g'risi. Katta bo'lgandan keyin do'stlikda ko'p narsa rol o'ynaydi. Misol uchun yoshlar do'st bo'lib, keyin lavozimlar almashgandan keyin ajralib ketganlardan ko'rganmiz. O'zimiz hayotimizda ham bo'lgan bunaqa narsalar, to'g'risi. Shuning uchun yoshligidagi do'stlikda farqi shuki, hech narsa o'rtada o'ynamaydi. Faqat do'stlik o'ynaydi. Katta bo'lganingizda shu o'rtaga ko'p narsa tushishni boshlaydi o'rtaga. Pul tushadi kerak bo'lsa, vaqti kelsa, lavozim tushadi, obro', mansab, shu narsalar tushadi. Shu narsalar katta rol o'ynaydi. Xo'p, Yulduz opa siz-chi? Sizning fikringiz qanday? Xuddi Abdurahmon aytgandek, 100% qo'shilaman. Baribir beg'ubor bo'lib katta bo'lish boshqa, keyin sizni tanib, masalan, o'qishga kirib yoki boring bitta kresloni egasi bo'lib do'stlashgan umuman boshqa. Ikkalasi bir-biridan farq qiladi. Lekin yoshlikdagi o'rtog'ingiz yoshligingizni ko'rib katta bo'lib keyingi hayotingizdan bilmaydi. Keyingi o'sha katta bo'lganingizdan keyin shu o'qishlarga kirib sizni tanigan do'stingiz yoshligingiz qanaqa o'tganini bilmaydi. Juda ham katta farqi bor. Katta farqi bor. Orasida. Shunaqa. Shu o'rinda aytib ketsangiz, yoshligingizda o'rtoqlaringizga ishonganmisiz ko'proq yoki oila a'zolaringizgami? Ko'proq oila a'zolarimga. Aynan kimga? Onamga, ayamga. Hozir ham hozir yon atrofdagilarim ko'pchiligi menga havas qiladi. Iloyim ko'z tegmasin. Men ayam bilan o'rtoqman. Dugonaman. Hamma narsani ayta olasiz. Hamma narsani. Nimadir bo'lsa yoki oldin maktabda sovg'a olganman demadim. Berishga endi baribir ko'p bir ikkitasi uyimga olib kelgan. Xullas, va bo'ladi-ku. Ko'zi ko'r bo'lgan bolalar. Maktabda Bolalarning ko'zi ko'r bo'lgan ekanda. Qanaqa fokusi yo'q bolalar. Bo'lgan. Shunda misol uchun kelib, ayam sovg'a ko'tarib kelibdi, olmadim desam. Kelib senga olib kelibdimi shuni? Nimani yaxshi ko'rib qopding olib? Endi mendan ham ko'ra nech puldir pul sarflab olganda endi shu sani odam deb. Bo'ladi-ku, odam o'rtasida bo'ladi-ku baribir. Nech puldir pul sarflab olgan ayasiz. Navorot hech qachon mana nima edi, to'g'ri yur, mana bunaqa yur yoki uzun kiy yoki kalta kiyma yoki bir nima qil, u qil, bu qil deb hech kim aytmagan menga. Hech kim. O'zi azaldan, yoshlikdan shunaqa bilmayman, tarbiyaga ham muhim bog'liq narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman, juda ham. Akangizlar o'zi. Ha, akam tomonidan ham, boringki, ukam tomonidan ham mayli 8 yosh kichkina bo'lsa ham hech bunaqa narsa bo'lmagan yoki ayam qarab boshqa narsaga yoki mana bunaqa, mana bunaqa, unaqa qilma. Yo'q, hammasi ochiqlikda bo'lgan. Hozir ham shunaqa. Aytishadi, Instagram yurishingizni uydagilaringiz biladimi deydi. Voy azobam anaqa yo'lar ayasi. Kommentarlarda o'tiradi o'zi. Kommentlarda o'qib o'tiradi yana. Ayam bilan shunaqa o'rtoqman. Ta'riflab bera olmayman, to'g'risi. Hamma nima sir bo'lsa, narsa bo'lsa aytaman. Ko'pchilik aytadi menga. Enes bor-ku, Toshkentlik Enes ham. Ularni ham yaxshi ko'rasiz, oyingiz indamaydilarmi deydi. Rashk qilmaydilar. Ha, rashk qilmaydilarmi? Keyin men aytaman. Ona boshqa. Bu rahbaringiz, ona tutingan opingiz bu boshqa. Solishtirish juda katta xato. Bir-birini solishtirish juda katta, tenglashtirish juda katta xatoda, chunki bu onangiz sizni 9 oy bag'rida vujudida ko'tarib yurgan, yoshlik paytingiz, yoshlikdan sizni katta qilgan. Bu ona bu onada, bu qanaqa gaplaysiz ham oz. Bu opingiz, rahbaringiz shuncha pokoleniyaga yetishtirib kelgan odamdan olib, salgina yana ham qolib yasash. Deydi-ku, shunaqa. Ikkalar bir-birlarini ko'rishgan, uchrashishgan, nima deydi? Naborot ayam xursand bo'ladilar. Malades zo'r. Duolar qiladilar qancha, shu opang baraka topsin.
bu deb baribir bo'ladi-ku. Savol nima edi o'zi? Ona xursand bo'ladi. Savolingiz Siz do'stingiz qanchalik do'stsiz oilangiz Oila bilan? a'zolaringiz. Oila a'zolari. shunaqa. Ayam bilan do'stman-da, jigarim bilasan-ku sen ham. Ular shunaqa. Abdurahmon aka o'g'il bolada nima bo'ladi? Yoshligida kimga ko'proq ishonib gapirishadi? Oila a'zolariga gapiradimi? Manimcha otalarga ili do'stlariga. Yo'q, endi O'g'il ko'proq bola. do'stlar bilanmi yoki? Dadamga. Hamma narsa ayta olasizmi? Dadamgami? Hı. Hay. Dadam o'rtog'im-ku. Dadam bilan anaqa o'rtamizda anaqa yo'q, chegara yo'q. Bitta o'g'il bo'lganim uchun shunaqa menimcha. Orada faqat ikkalamiz erkak kishimizda, qolgan hammasi ayol kishi. Shuning uchun ham menimcha ikkalamiz birbirimiz ko'proq yaqinmiz. Dadam bilan o'rtoqmizda, orada do'stim deb qo'yadi, hazillashib, do'stim yaxshimisiz deb telefon qilib qoladi. Shuning uchun dadamni yaxshi ko'raman. Keyin dadam bilan ko'proq anaqaman. O'rtoqman, ko'proq dard sirlasha olmayman, qo'rqmasdan. Bemalol ayta olasiz gap. Bemalol. Nima mavzuda bo'lishdan Qo'y mavzuda, sevib qolsam sevib qoldim. Yoshligimda aytib kelman sevib qoldim. Ular zerikib ketgan bu gaplarim bilan. Bu yangilik emas, Yo'q. Endi qiz bola faqat onasiga aytadi-da. O'g'il bola otasiga. Manda. Aytganda hozir men o'tirmasin. Aytib qo'ying. Hozir boshqada o'tirgan bo'ladi. Men shu rahmat aytaman shu ota-onamga, dadamga. Dadam meni mana o'qitib, nima deydi? Yaxshi inson qilib yetishtirgan shu avvalo ota-ona bo'ladi. Sizga eng yaxshi do'st ota-ona bu, boshqa kishi emas. Chunki bizga investitsiya qilib pul tikib. Sizdan hech nima kutmaydi, do'stlik kutmaydi-da, sizdan o'qitadi, bo'ldi. Kimni farzandi shu birinchi. O'rtoq eng yaqin o'rtog'ingiz yaxshilik qilsa, baribir qachondir qaychini kutadi-da. Kutmasa ham qachon eslatib qo'yish mumkin. Yuzingizga solishi mumkin. Ota-ona lekin hech qachon ota-ona unaqa qilmaydi. Yo'q. Anavi bitta gap bor. Ota-ona farzandini katta bo'lsin deb boqadi-da. Katta bo'lsin, yetakchilik erishsin, umid qilib endi katta qiladi. Lekin ota-ona qaragandan keyin farzand hammamizni 100% farzand endi ota-onam 5-10 kun umri qoldi, qarab qo'ying, qarzim bor deb majburiyat his tuyg'usidan qaraydi. Lekin ota-onada majburiyat his tuyg'usi emas-da. Otam misol uchun 19 oy ko'tarib dunyoga keltirdi. Ota boqib qo'yapman-ku bo'ldi desa bo'ladi-da. Boshqa misol uchun ular o'z vazifasi yo'q. Umid qiladi, ertaga bizdan keyin qiynalmasin. O'qitish kerak shuni. Yaxshi yashasin. Yashasin, mayli, bizga buni topgan pul kerak emas. O'qiy misol uchun ishlash kerak emas, topgan puli o'qisin, o'ziga kelajak yasab olsin. Ertaga bizdan keyin qiynalmaymiz, kuch-quvvatimiz bor edi, biz bunga qilamiz, qilib olsin deydi. Lekin baribir farzand xohlaydimi, xohlamaydimi, ota-onaga majburiyat his tuyg'usidan qaraydi. Shunda farqi bor ota-onaning do'stligida, shunday katta farqi bor. Shuning uchun bu do'stlikka hech qaysi do'stlik teng kelmaydi demoqchiman. Shunaqa. Xo'p, inson o'ziga qachon yolg'on gapira boshlaydi? Nima deb o'ylaysiz? Inson o'ziga qachon yolg'on gapira boshlaydi? Inson o'ziga qachonki qaysidir ishi o'xshamadi, orzu qilgan ishi, niyat qilgan ishi. Shunday qan kutgansiz uni bo'lishiga. Shunday qan kutgansizki u ish o'xshamadi. O'sha stress tushib boshlayapti-da, odam o'zini aldashni boshlaydi. Odam o'ziga yolg'on gapirishni boshlaydi. Odam o'ziga yolg'on gapirib, o'zini boshqa chaqirishni boshlaydi. Bu odamning o'zi ruhiyatini psixologiyasi menimcha. Menda shunaqa misol uchun, juda umid qilgan ishim, misol uchun o'g'il bolada aytaylik, misol uchun yaxshi ko'rgan qizi deylik. Yaxshi ko'rgan qizingiz o'shaga tegib ketib qolsa, odam o'ziga yolg'on gapirishni boshlaydi. Men uni yaxshi ko'rmasdim o'zi deydi, просто takka tashib o'tib. Yo'q, lekin aslida u qattiq sevgan bo'ladi. Hayotlarda bo'lganmi demangiz? Aytib qo'ying. Men bunday aytma. Yuragi yo'yapti. Baland boshqa tufligingiz bormi? Mayli. Bo'lsa olib chiqing. Unisi ketdi, boshqasi kelar Abdurahmon. Yana boshqa tarix qo'yganman. Buni ketishini bilaman-da. Tarix qo'ygan, bu ketib olib kelaman buni. Menimcha shu meni fikrim shunaqa, shu paytda yolg'on gapiradi. Odam o'zini chalg'itish uchun, aldash uchun yolg'on gapiradi o'ziga o'zi.
aynan nimadir anaqa kirishi mana shu narsada aniq odam o'ziga yolg'on gapiradi. Chunki vaziyatdan o'zini olib ketish kerak. Qolib ketsa o'tirib qoladi. Stressga tushib battar O'tirib qoladi. vahmiga tushib qoladi keyin. Chunki men shunaqa o'zimni aldayman misol uchun. Nimaga bunaqa Bu qildim misol uchun orzu qilgan ishim, umid qilgan ishim bo'lishi aniq bo'lib turgan ishga o'xshamay qolishi mumkin-ku. Ano biz xohlagan lekin Xudo xohlamagan ish deydi-ku. Xuddi shunaqa bo'lgan paytda o'sha odam o'zini aldaydi, yolg'on gapiradi. To'xta deydi, bu anaqa aytmani o'zini aldaydida, yolg'on gapiradi o'ziga. Shunday deb o'ylayman. Shunaqa menda ham. Yulduzdan qo'shiladi gapimga. Xo'p, o'zingizga qachon yolg'on gapirgansiz? Qanday vaziyatda yolg'on gapirgansiz? Birinchi marta esla olasiz? Hozirgi aytgan gapingiz misol Birinchi bo'ladimi? ha, endi shunaqa demoqchi edim ha. Nimadir o'xshamasa, nimadir o'xshamasa, orzular o'xshamasa, o'zi chalg'itishni boshlaysiz. Chimildiqlari dor bo'ldi. Mening sevgilim zor bo'ldi. Baxtim ozor bo'ldi. Sevaman deb kuydi tilim. Men savol berdim shu alohida bersangiz bo'lmasmidi? Adrabon. Yig'lay boldingiz. Yo'q, rivojim yo'q. Ya, hadi. Menimcha bu ham keyin anaqa Bunda ham bir hikmat bor. hikmat. Uni menimcha Bu mani shiorim. Turindan haydalgan paytimda o'zim yolg'on gapirib aldaganman shunda. Nima deb aldaganman? Bo'pti, hozir o'qib turib Yaponiyaga ketaman. Yaponiya hujjatlar tayyorlash boshlab, o'zimcha o'qilasam, qayerda opam beradi. Bu yoqqa dedi. Mushtariy to'g'ri qilgan. Yaponiyaga dedim. Agar mushtariy chaqirmagan ikkalam do'st bo'lmagan bo'lardi. Ha, Yaponiyaga dedim. Men rostdan Yaponiyaga ketgan joyimda men Yaponiyaga ketaman. Yaponiya bo'ldi, Yaponiya o'qishlar qilib, o'qishlar Hal bo'lganmi o'zi? Ketaman degan paytimda o'sha Bosh olib ketaman deganda. keyin qayerga qarasam, yo'l opam bu yoqqa dedi. Men moliyada o'qiysan o paytda, sobiq moliya. O'qiysan moliyada, imtihon kirib, desam kirib qoldim o'qishga. Xudo ham xohlagan. Shunday o'zimni Yaxshilikka bo'lgan. aldaganman. Tushunarli. Xo'p, sizchi Yusuf opa? Shu boya aytdim-ku. Yo'q, qachon o'zingizni Vaziyatni aldagansiz? vaziyat. Aynan qaysi vaziyat? Qaysi vaziyatda Aynan. Bitta vaziyat bo'lgan mayli. Hamma narsa ochilib ketdi. Men harakat qilganman stipendiya olishga. Nomdor stipendiya bo'ladi-ku, universitetda bo'lgan. Stipendiya olishga harakat qilganman. Olaman deb turgan joyimdan ololmay qolganman. Nima deydi? Baba, ko'zingiz yetadi-ku, 100% bo'ldi, men olaman shuni. Bo'ldi deb turgan O'zingizga joyingiz, ishonchsiz bo'lgan o'zingizga ishongan joyingizda. Chunki men o'sha payti agar shuni olsam, magistraturaga kiraman. Magistraturaga ham o'qiyman. U payti hali qizdagi Ligota yo'q edi. Ligota yo'q edi. Kontrakt bilan. Endi kirsam bo'lardi. To'g'risi ota-onam yana kontrakt to'latgim kelmadi. Chunki 2 baravar ko'proq magistraturanik. To'latgim kelmadi. Keyin yo'q, o'sha stipendiya ololmadim. Aytdim-ku, o'sha yuqorida aytib, bunda ham bir hikmat bor ekan. Lekin o'shanda juda qattiq xafa bo'lganman. Hattoki men bo'ldi magistraturani ham o'qimayman, o'qishni ham o'qimayman, bo'ldi yig'ishtiraman. Demak, Yulduz Elga tegaman deganda. Ketgajim kelgansan. Demak, sani joying shu yergacha ekan. Bo'ldi, mana 4 yil o'qidim, mana bo'ldi, yaxshi yomon vaziyatlarga guvoh bo'lding, bo'ldi, endi ketasan deydigan narsa bo'lgan. Yo'q, keyin yana bir uchqun chirog'i chiqqan. Yana aytaman, har bitta ishimga, har bitta gaplarimga Allohim menga yaxshi insonlarni ro'bara qildi. Yaxshi insonlar, o'shanda ham hozir opam juda katta rahmat aytaman shu ishlar uchun. Kamil opamni chaqirib, nima bo'ldi? Chunki ololmadim-ku. Bo'ldi, ololmadim. Nima qilasan? O'qimayman, bo'ldi, ketaman dedim. O'qimayman. Yo'q, qara. Sen jinnimisan dedilar. Nima qilayotganingni o'zing bildingmi hozir? Ha, jinniman, nima? Sen ketasanmi? Ha, shunaqa. Chiqqanda eshikni orqasidan yopib, bor, sertifikatga tayyorgarlik ko'r dedilar. Qotib qarang, yupatish yo'q. Baribir yupatsiz balkim erib ketib, boshqacha vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Bo'ladi-ku, bir xuddi yig'lab turgan bolaga battar qilsangiz, u battar yig'lashni boshlaydi-ku. Qarab, bor, davay, ingliz tiliga tayyorgarlik ko'rib, mayli, alskiga ulgurmaysan, sifir olib, davay, bos gazini dedilar. Men senga ishonaman, sen qilasan shuni. Shunday chiqib, boshqalardan qayerga, nima qila olmasligim kerak deb, o'zi 3 oyda o'rganib, repetitorlarga borib, sifir olib, qarabsizki, Magistraturaga kirasiz. yana tepadan Magistraturaga kirmoqchi.
Iltimos, o'qib bo'lib ishlaylik oladi. Shuni tuzmasin. Turmushga beraylik. Qasding bormi manda? Turmushga beraylik. Shunaqa savol bordir hozir. Bormi? Hurmatli aloqalar, hurmatli kuzatuvchilar, Yudis xonim, turmush qilganlar. O'chir ovozingni nima bo'lsanga yor ko'rsatuvmi? Ular shunaqa bo'lib qolgan. Ko'z oldim qorong'ulab, ko'nglim sovib ketgan. Shunda o'zini aldab, shu odam ishontirganda. ishontirib, odam shunday o'ziga tortib oldi. Endi haydasanglar ham ketmayman. Universitetda qolaman deydi. Qolamiz, xolos. Mana sekin ildizlarga yo'yishni boshladik. Biz u bilan niyat qilganmiz-da. Sen vaqtlar kelib opa bo'lasan. Vaqtlar Niyat qilasiz-ku baribir. Men vaqtlar kelib bekanim o'rnida Tursunboyga o'rniga o'tiraman. Turib, endi yillar o'tib baribir prorektor bo'lib qolsang. Aha. Nima dekan bo'lib qolsam, oldinga kelaveraman, eshikni bir tepib. Hech qachon deyman, o'sha paytga hech qachon meni ham ishchilarim bor, ishlarda so'rab kirasan desam, yo'q, shundoq kirib kiraman. Niyat deb ham chiroyli niyat. O'tirib, nima qilish bilan Kelajak ko'rasizlar. Shunaqa qilib xatlashib o'tiramiz xonada. Yaxshi niyat bu ham. Tushunarli. Xo'p, nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechish kerak degan gap bor baribir. Shu narsa sizning hayotingizda bo'lganmi? Ya'ni nimagadir erishmoqchi bo'lgan paytingiz nimadandir Voz kechgan bo'lgan paytlar. Men kechganman. nimadan? Nimadan? Orzumdan voz kechganman. Nimaga erishish Aynan uchun? shu mana shu erish uchun emas. Men endi erishdim. Buni erishishni bilmasdim. Lekin orzumdan voz kechib shu imенно shu sohaga o'qiganman. O'zimni niyatlarimdan, planlarimdan voz kechganman. Oilam uchun. Lekin yomon bo'lmadi oxiri. Mayli, yaxshilik bo'ldi, lekin haligacha ichimda salgina armoncha bor. O'sha nima narsa? Sal Orzuyimmi? orzungiz. Orzuyim men umuman boshqa sohaga qarab ketmoqchi edim. Men prokuraturaga bormoqchi edim. Tergovchi bo'lmoqchi edim. Men bu narsadan voz kechganman. Yaxshi ham voz kechibsan. Lekin hobbim o'zim bilan qolgan. Shu she'raki san'at o'zim bilan qolgan hobbim. Bu hobbim eskidan hobbim bo'lgan, lekin orzuyim bu bo'lmagan aslida. Lekin shundan voz kechganman oilam uchun. Lekin yomonlik bo'lmadi, yaxshilik bo'ldi. Lekin haligacha prokuratura xodimlarini ko'rsam, akalarim bor, yaqin tanishlar. Havas qiladi. Armonim uyg'onib qoladi-da. Men ham shunaqa bo'lardim deyman. Tim bo'lib hozir ko'tarish oson bo'lib qoldi. Instagram chiqdi, boshida yuridikaga o'qiydigan bolalar qilyapti-ku, o'sha o'ziga profil ochyapti, yurist yordam, qonuniy gaplashyapti, shunaqa narsalar qilishyapti, o'sha ko'raman, armon o'sha uyg'onadi-da. Sen ham shunaqa qila olarding-ku, bemalol deydi-da, lekin hozir ham yomon emas, yaxshi lekin. Hozir ham kech emas, balki topshirib ko'rarsiz. Yo'q, endi kech. Qo'yinglar, endi kech. Endi kech. Shunga narsa qilib qo'yib endi kech. Yaxshi. Hozir ham yomon emas, Xudoga shukr. Yulduz Menda ham turmush qilishdan voz kechdi. Hali ham yuribdi hali. Kecham, tur yo'qol. Shu ishlarga maza qilaman-da, shuni просто nervaga o'ynadan men. Jig'imga tegish rost yaxshi ko'raman. Bitta san emas, hamma jig'imga tegish yaxshi ko'raman. Men o'zi umuman bu sohaga umuman kirmoqchi emas edim. Men yaxshi ko'raman san'at va madaniyat institutiga kirishni. Xudoga shukr, yaxshi ham yurmagan ekan. Qo'lidan san'at o'ydirib olardi bu. Ko'rib, nima deydi, san'atni juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham xoh qo'shiqchi bo'lsin, xoh aktrisa bo'lsin, xoh boshlovchi bo'lsin, xoh jurnalist bo'lsin, xullas san'atga kirmoqchi bo'lganman. Endi baribir bilasiz. Shu armon o'shatga yaqinda xudo xolasa. Uydagilar baribir qarshi bo'lishgan, yo qiz bolaga bu kasb bo'lmaydi. Boshqa kasb tanla. Lekin yana o'sha gapimni ham aytaman, bunda ham bir hikmat bor ekan. Qarang, taqdir taqozosi bilan universitetning ma'naviyat bo'limida ishlayman. Ko'rdingizmi? Lekin nimaga bu kimdir majburlagan yoki ishlashim kerak degandan emas. O'zi yoshlikdan o'zi yaxshi ko'raman shu sohani. San'atni juda yaxshi ko'raman. San'at, madaniyatni, tashkiliy masalalarni tashkillashtirishni, organizatsiya qilishni, tadbirlar uyushtirishni juda ham yaxshi ko'raman. Taqdir taqozosi bilan qarang, o'zi ma'naviyat sohasida ishlayman hozir, ma'naviyat bo'limida. Bundan ustamasiz. Yo'q. Nimagaki orzuyim
ushaldi deb 100% aytolmayman. Lekin bor. 80% Yo, bor. ushaldi orzusi. Endi Xudo hozir xohlasa, yana ham ushaldi. Hali 25-kuni 25-kuni yangilik boshlaydi Xudo xohlasa. Yulduz ikkalamiz buni orzu ushatdik. Shu oy 25 tami? Ha, o'sha 25-dekabr. 25-dekabrda Xudo orzum xohlasa ushaldi. orzu ushaldi. 90%. Endi 10% u aktrisalik, o'zi hayotda aktrisalik qilib yurganim Bu boydan ushalgan. Teatr o'ynagan bu ham. Xullas, yo ushaldi. Nolimayman. Premyera. Xudoga shukur deyman. Premyera o'rtoqlar. Reklama yana. Yulduz opa. Hozir reklama bilan ketdingizda. Xo'p, keyingi savolimiz Abdurahmon aka andijonlik bo'lib turib nimaga Toshkent shevasida gapiradi degan. Men Toshkentda gapirmagan lekin. Umuman gapirmaydi. Men umuman Toshkent shevada gapirmaganman. Demak, sizni kuzatmaganlar. Men kuzatmaydi, xato gapiradi. Men Toshkent shevada umuman gapirmayman. Andijonliksiz. Toshkent shev andijonlikman, lekin Toshkentda gapiraman. Men Toshkent shevada umuman Ayniqsa gapirmayman. jahli chiqish, jim o'tirish, mayaga kelish, Men asamga o'ynayapsan, ashnaqa deb yomon gapiradi bu. Toshkentcha gap, umuman Toshkentcha gap muomala qilmayman. Eshitmaganman lekin shuncha yil oldi. Men Toshkentcha muomala. Men hazillashib gaplashishim mumkin. U ham o'zim o'rtoqlarimga qilaman misol uchun. Parodiya qiladi. Parodiya qilaman. Menda parodiya san'ati yaxshiroq rivojlanganda menda просто. Shuni sababi nima aka? Savolimizda bor edi. Menda parodiya san'ati rivojlangan. Odam Xudodan gul talant bu. uni tuzatsam bo'ldi. Uni o'sha birga bir o'xshata olmayman o'zim. Miyamni o'sha odam yasab olmayman o'zimda. Xo'p, masalan, hozir mana shu yerda To'xtang. Qani Abdurahmon aka, kimnidir parodiya qilib bering. Aytmaydi hech kimga. topaylik biz. Shundoq kameraga qarab kimnidir parodiya qilib bering ozgina. Sizlar topa olasizlarmi? U odamni topa olmaysizlarmi? No, topa olmasak, Yo'q, o'sha kamerada qoladi. Oxiriga qo'yib yuboraman. Ha, yo'q. Endi orqaga qilishim kerak shu kadrni. Xudo oyog'imda qo'yishim kerak. Yo'q, uni qilma. Jon qilasan. Biz vazirda ishlab yurgan paytlarimiz ma'naviyat sohasida rivojlanish uchun Yulduzxon, siz bilasiz, rivojlantirganmizda qarang mana. Biz yoshlar uchun harakat qilganmiz. Nechinchi yillar bo'lgan. Terlashlik salomatlik alomat. Mana qarang Yulduz, terlab ketganman. Kim topsa lekin qoyil qolaman. Shu odamni kimligini topsanglar, Qazaq oldingizmi? hayron qolaman lekin bu Aka odamni. qo'yaveraylik, qo'y. Topsanglar lekin birga bir o'xshatdim 100%. Bu ko'rgan odam o'sha tugadi. Bu Uni ko'rgan kuliga odam ko'p tugadi. odamlarni o'xshatadi bu. Yulduz opani o'xshatib bering. Ya onun için turishim kerak. Yulduzga harakatlari bo'lgan. Ularni yurishlari, jahldan chiqarib, anaqa harakatlar bo'ladi. Shohruh aka yoki Abdulaziz akamizga o'xshatib bering bir. Shohruh aka dachaga borganinglarda o'xshatib berganmiz. Davay. Shohruh aka. Shohruh akammi? Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Qalaysiz? Baraka topgan. Ana Abdulaziz chaqirib olgan. Yaxshimisan? Baraka top. Ehtiyot bo'ling, xo'p? Xudo bilgan talant bu. O'rganmagan narsa. Prosta bundoq qaraydi-ku, shunda oladi. Bu. Ana oladigan joyini olaman o'zim, ana jestlarini, harakatlarini. Bir kuzatuvdi. Ha. Olaman. Bir gapni aytib qo'yish o'rinda Abdulla Shohruh ishlatgan, Abdulaziz aka bilan Shohruh aka ishlatganingizda Shohruh akamlarda biz qiynaldik-da, mana ezildik. Ezildik, qiynaldik. Abdulaziz baraka topsin, shu inson keldi mana. Men uchun mustaqillik shu Abdulaziz aka kelgandan keyin boshlandi. Nimaga? Ya bu bunaqa hazil qilaman. Bularga bu gapni ko'p eshitgan hamma. Shuni aytib qo'yay demoqchi edim. Shohruh akani oldida bo'lsa, Shohruh aka zo'rsiz Ha, deydi. shunaqa qilaman. Ular Abdulaziz zo'rsiz deydi, shunaqa. shunaqa hazillashaman. Ular qiladi. ular meni hazilga ko'targani uchun haddim sig'ib ular hazil qilaman. Uni ko'pchilik tashqarida noto'g'ri tushunishi mumkin. Axir lekin Shohruh akam bilan Abdulaziz aka vobshe hurmatim cheksiz ularga, to'g'risi. Rostdan ham shu hurmat qilaman ularga. Chunki havas qilmayman, hurmat qilaman rostdan. Addushi hurmat qilaman. Chunki ular qaysi ma'noda nimadir o'rganganman ulardan ham. Shuning uchun ularni hurmat qilib, haddim sig'gani uchun ularga hazil qilaman. Shohruh aka ham Abdulaziz aka uni to'g'ri qabul qiladi. Uni o'zlari to'g'ri tushunadi. Hazilligini biladi. Hazilligini biladi, kulib qo'yadi. Hay deb qo'yadi, bo'ldi. Ular to'g'ri qabul, seriozno olib, endi xafa ham bo'lmaydi ular. Abdulaziz aka ham, u bechorani böyle yetakchi bo'lgandan beri joniga tegaman men. Shuning uchun ularni hurmat cheksiz. Abdulaziz aka, привет. Shohruh aka, здравствуйте. Shunaqa toshqacha gapirmaydi, o'tlab ketding. Ha, yana toshqacha gapirmayman. Kim savol bergan bo'lsa ham xato savol berdi. Demak, sizga toshqacha gapirgan ekanman. Demak, toshqachani kim gapiraman? Menga anaqa qilib katta ketgan bo'lsa, sizga toshqacha gap o'tkazib qo'ygan bo'lishim mumkin. Chunki любой shevada gapira olmayman.
Xo'p, hech qachon esingizdan chiqmaydigan gap. Aynan bittasi. Menga Nima ham esingizdan? Ikkalangizga ham. hech qachon esimdan chiqmaydigan gap. Balki Yomon ota-onangiz gapmi? tomonidan aytilgandir, Ha, balki qaysidir yaxshi gap. ustozingiz, balki yomon gapdir. Aytish shartmi? Shart. Okey. Aynan qaysidir gap esingizda qolib ketgan. Haligacha o'sha gap eslasangiz xotiralaringizga tushadi. Men bu savolga javob bermayman. Abdurahmonga sizda bormi? Bor. If you manipulate. Bor. Bu gap hozir ishlatishadi. Shu gap menga yoshligimdan beri ishlatishadi bu gapni. Men bu gapni yaxshi ko'raman. Ko'proq dadam tarafdagi bobom bilan buvim shu gap chalishib menga dadash deyishadi. Chunki bobomni dadasini ismi menga qo'yilganda, shuning uchun ular meni dadash deb aytishadi. Ko'proq ismimni chaqirmaydi-da, dadash deyishadi. Shu gap menga yoqadi va meni bolalik xotiramga olib boradi. Shu dadash degan so'z endi hozir kamaydimi yo ular bilan muloqotim kamaydimi bilmadim. Bu gap meni qanday sog'intiradi shu gap. Shu gap imенно meni yoshligimga eslatadi. She'r sohasiga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? Yoshlikdan o'zingiz qiziqqanmisiz? Yoshlikdan o'zim qiziqqanman. Ana qo'shimchalarga borib o'rganmaganmisiz Yo'q. hech qachon? Birinchi yodlagan she'rim Muhammad Yusufda Lola qizlarni o'xshaydi. Haligacha esimda. Birinchi she'r yodlaganman. Целый juda she'rni, juda katta she'r bilsanglar agar, целый she'rni yodlaganman. Shundan keyin bo'ldi. She'r o'qib chiqaman-ku bundoq. O'sha ikkinchi safar o'qib chiqqanimda bo'ldi. Ikkita o'qib chiqsam bo'ldi yetadi. O'sha katta she'rmi, kichkina she'rmi o'sha esimda qoladi. Keyin bemalol uni aytib bera olmayman. Ya'ni nima desa bo'ladi? Ritmmi? Obrazga kirib aytaman. Obrazga kirib she'r aytasiz. ichida yashayman, uni mazza qilaman lekin. Bu talant. Bu she'r ichiga Talant kirsa, topmaydi, uni bu ham. she'r ichida yashayman. Именно Muhammad Yusuf she'rlari borib odamni o'ziga cho'ktirib tashlaydi. Chunki bu she'rlar oddiy misralar emas. Odam ichiga kirsa unda hayot bor-da. Maza qilib yashaysiz shu she'rlar ichida. Shunaqa. Men o'zim ham ko'p she'r yodlayman. Ha, yo'q-e? Shu joyda savol she'r yozib turasanmi? She'r yozganman oldinlari. Yaqinda Instagram chiqdi-ku, ana she'rni birinchi kupletini yozib qolgan davom etdim deb. Shuni hammasi she'r yozib chiqdim. Instagramda ko'rinadi. Hammasiga she'r yozdim. Qo'shiq aytishchi. Ha, qo'shiqchi yoshligimdan. Meni anaqa onam tomonidan qarindoshlarimda ichida bor-da hofizlar. Shularga ko'p qiziqardim. To'ylarimiz kelsa, birga aytib, o'sha qiziqish bo'lib qolganda, maza qilardim. Keyin nimani yoqtirardim, ana har xil kasb kelyapti ular. San'at qo'shiqchilar. Bu narsa menga yoqardi. Men o'zim shunaqa narsa yaxshi ko'raman-da, ana neobычный narsa kiyishtirardim. Galstuklarim bor-ku, misol hamma aytadi. Necha galstuk taqaman-da, bir xil bitta galstuk bor, ha, gulli nimadir taqaman. U obraz odam kayfiyat beradi-da, maza qilasiz narsani taqsiz. Shuning uchun menga shu narsa yoqqan mendan. Qo'shiqchilikni, qo'shiqni qiziqishim, san'atga oladim, har xil kostyumlar kiyib, takoyga yurish yoqqan. Yulduz opa, sizda ham har xil videolar, uyda videolar olgansiz, hovlida. Uni Qiziqishmi ayamga sizga? iltimos qilib, ayam o'ziga ham yoqqan. Ijtimoiy tarmoq yuritishimga xudoga shukr qarshilik qilishmaydi. Uni to'g'ri olib borsam qarshilik qilishmaydi. Ya'ni valakita narsani qo'yavermayman. Tarbiya jihatdan. Tarbiya jihatdan Umidga o'xshab qo'yavermayman. Men ko'p Umid kamerasi Instagram ulangan ekan. U jinni bilmayman, hayron qolaman. Shunda oladi-ku, ana shu vaziyatdan chiqqunicha siz atmatiga so'rab qo'yargan bo'ladi. Qo'yib bo'ladi o'sha. Kecha elektr kubigida. Direktor O'sha o'zi yomon qildi chiqqanimizda lekin. post qo'yib yuboribdi, post. Yo bu yaxshilikka balki bunga yoqadi, biz hazil qilamiz. Umidjon aka ham to'g'ri tushunadi bu narsani. O'ziga ham gapiramiz-ku, o'zi ham maza qiladi. Shu gapni gapirayotganimizni ham videoga oladi u. Shu gapni gapirayotganimizni videoga oladi. Xullas, ayam bilan oyam, aya shunaqa qilasiz va shunaqa bo'ladi. Bo'ldi. Даже o'zlari qanaqa chiqdi? Yaxshi chiqdimi? To'xtamiz yana bitta olamiz. Yaxshi chiqdimi yoki boshqacha olamiz yoki mamnaq turib. O'zi ham ideya berganlar o'zlari. O'zlari, ha. Onasi ham o'z san'atga qiziqadi. Buni onasidan o'tgan men shunaqa o'ylayman. Yo'q. Shunaqa ham bordi, lekin Bo'lishi mumkin. Chunki buni onasi ham san'atga ish qilib konsertlarga kirib mazza qiladi. Ona bola konsertlarga kirishadi. Ana qiziqishi bormi san'at demaydi. Bu bo'ladi. yaxshi ko'raman bu konsert bilet olish. Nech pul ketsin, men oldi qatordan, yaxshi joydan olib Yulduz Morova konsert Yulduz Morova bilan
Ha, xonanga bilet olgan, qimmat joydan 600 million joydan olgan, aytib qo'yasan. Ikkita olgan 600 million joydan. Bizda bo'ladi, oyligi qancha? Ha, nesa siz ayting. Bu mani oyligimiz ana shu bilan umri o'tib ketadi. Mana shunaqa do'st bu. Ko'rdingiz, cho'ntagini sanayman bunaqalardan. Hisob qilaman do'stim sizni. Ko'p ishlab qo'ymayman deyman-da. Rahmat, boringga shukur. Shularga boringga shukur do'st, borliging yaxshini qo'yib yuboringlar. Xo'p, o'zingizni 3 ta so'zda qanday tasvirlar edingiz? 3 ta so'z bilan xushchaqchaq, samimiy va anaqa bo'ladi-ku. Yaxshi chiqishib keta oladiganni. Kibri yo'q. Kibrim yo'q azizlar, shuni aytay shuni. Kibrli emasman. Bo'lmasam kelib bir misol uchun suhbatimni olib ko'ringlar. O'ng tomonida kirganingizda o'ng qo'l chap tomon pastda mana shu yerda kibrchasi bor. Liftdan 2ga tushganingizda nima deydi? 407-xonada. Rostdan ayt, kibrim bormi? Kibrliman. Ya, kibri yo'q, kibri. Mana siz bilan birinchi marta gaplashib o'tdik, Yo'q. kibrliman. Umuman yo'q. Ko'rdingmi? Ya, Kamera turibdi shu. Qo'rqib aytdingiz, bahor, ha? Bahor yo'q. Yo'q. Mayli. Shunaqa. 3 ta so'z tarqib sanchi. Menmi? Chiroyli. O. Hazil. Chiroyli rostdan. Chiroyli. Kulgu. Keyin anaqa. Kirishimli. Demak shunisi shunaqa ekan menda. Demak mana 4 ta bo'ldi. Kirishimli. Men juda kirishimliman. Birinchi ko'rgan o'rtog'im o'sha o'rtog'im ketadi 100%. Sizlar uchun talabalarni rag'batlantirish ularga qanaqa ta'sir qiladi? Zo'r. Endi kirib kelayotgan talabalarga. Uni o'zini anaqasiga bog'liq. Shoraga aytganda shoraga gapi fitrat deydi-ku, shunaqa fitratiga bog'liq odam. Ya'ni Har kim o'ziga har qanaqa qabul qiladi-da bu narsani. Nima uchun? Tarbiya deydimi, nima deydi endi buni? Shu odam o'ziga bog'liq. Misol uchun kimdirga u narsa to'g'ri ta'sir qiladi. Rag'batlantirish. Kimdir, misol uchun uni to'g'ri qabul qilish o'rniga o'sha yomon narsaga aylanib ketib qolish mumkin-da. Misol uchun o'sha kibrlanib ketib qoladi, ana o'sha men shunaqa talabalar ham bo'lganda, to'g'risi ana. Muallif aytadi, misol bitta narsani yutib qo'ysa, o'sha kibrlanib ketib, ko'p joyda misol uchun fakultetdan chiqib rektorat bilan sal yaqinroq bo'lsa, o'sha fakultetini mensimay qo'yib, o'sha o'zini o'zi joyida chopadigan. Joy chopadi, shu narsa yomon. Insonlar. Odam o'ziga bog'liq aslida ko'p narsa lekin. U misol uchun talabalarni rag'batlantirish mumkin. Misol uchun unaqa holatga o'zim guvoh bo'lganman-da, fakulteti o'zi uni aslida bu rektorat jamoasiga qo'shishidagi asosiy inson bu fakultetida. Uni fakultet bo'lmasa bu qo'shila olmaydi bu yerga. Shunaqa. Aslida bu fakultetda o'qigani uchun yoki baribir rahbariyatdan anavi xarakteristika so'raydi-da. Tavsiyanoma so'raydi u misol uchun. Zamdeganidan so'raydi. Zamdegan o'zi talab etsangiz zamdegansiz, zamdegan bu tuturi yo'q desa, o'sha pastga qarab ketadi. Zamdegan demak maqtaganki, u shu rektorat jamoasiga qo'shilyapti. Demak, bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak-da. Bu yerga keldimi, qachondir shu ustozimni, shu hozir rektorat ishlayapti, nimadir bo'lyapti. Shu dekanatdagi ustoz nima deb ish aytadimi yoki nima desa, doim qo'li ko'ksida bo'lishi kerak. Bunaqa bolalar ko'rganimizda endi o'zimiz guvoh bo'lganmiz, kibrlanib ketib qolgan. Chunki u unga lekin yomon ta'sir qilgan. Kimgadir yaxshi ta'sir qiladi. Kimgadir motivatsiya ta'sir qiladi. Kimgadir zo'r ta'sir qiladi. Yanada harakat qilish boshlaydi. Yana motivatsion qiladi, yana harakat qiladi. Yana harakat qiladi. Unaqa talabalar ham yo'q emas, bor. Yo'q, yana unga harakat qilib, yana ham ko'proq narsa qiladi. Bu narsa Masalan, bizda shunaqa bo'lgan. Ha, shunaqa bo'lgan rostmi? Bizga ham masalan bizga ham rag'bat berishgan, boshida fakultetdan chiqqanmiz biz ham. Dekanimiz masalan aytgan, "Mana shu qizim bor." Yoki zamdekanimiz aytgan, u payt bizda tutor yo'q edi. Keyin bo'ldi tutorlar. O'sha aytgandek kibrlanib ketmasdan o'zimizni joyimizni bilib, biz naborot nima deydi, qanaqa yutuqqa erishish fakultetimga plyus bo'ladi, fakultetimiz zo'r. Lekin mana biz hozir oppa bittasi aytib qo'yishga shu joyda opani oldi yuramiz-ku, opani shogird ukasi bo'lib yursak, doim bizga aytadi, "Sizlar nimadir qilsang, Komilani bolasi deydi" deydi. Biz doim shu narsani bizga miyamizga quyib keladi opa. Abdurahmon deydi. Yozilgan shu. Abdurahmon deydi. Yulduz menga qarash. Temur bor, 3-chimiz, 3tamiz hozircha, yonida yurgan eng yaqinlari. Menga qarash, sizlar nimadir qilsang, Komilani bolasi qildi.
xuddi Ha, aksiyalar nafaqat Abdurahmon biza. qildi yoki Yulduz qildi demaydi u narsani. Nafaqat biz Abdurahmon Yoshlar qildi. ittifoqi bolalariga ham shu narsa Ha, ta'kidlaydi. shuni aytadi. Endi bizga endi yoshlik ittifoqi komandaga aytsa, biz o'zimiz lичный harakatlarimizga qarab aytadi. O'zing senlar lичный yurishlaringga qarab, chunki senlarni gapirgan odam, ha, Komilani oldida yurib shunaqa bo'lib qoldi demasin. Bizga doim shu narsani tushuntiradi. Har doim shu narsa bizni qulog'imiz turgani uchun, qo'limiz ko'ksimizda har doim, har joyda Xudo xolisa, bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Shu narsani bizga tushuntiradi. Menga yomon bo'ladi, deb opa aytadi. Misol uchun kimdir odamlar shunaqa fikrlaydi, haqiqatan shunaqa fikrlaydi. Misol uchun kimdir Yulduz shunaqa, Yulduz o'zi shunaqa demaydi hech kim. Bo'lishi mumkin, Yulduz o'zi xarakteridan yomon bo'lishi mumkin. Aslida misol xarakteri jihatdan yomon bo'lishi mumkin. U aynan u paytda ko'rsatmagan bo'lishi mumkin yomonligini. U hozir ko'rsatgani uchun aynan opani oldida yurgani uchun yomon, chivirlab ketmagan bo'lishi mumkin-da. Bu o'zi aslida uning ichida kibr bo'lishi mumkin. Shu narsani odam to'g'ri qabul qilish kerak, qaysi jihatda. Shuning uchun opa shu narsani doim bizga ta'kidlaydi, shu harakatlarga e'tiborli bo'lish. Qilayotgan gapirayotgan gapingga, harakatlaringga, shu nimadir bo'lsa, ha, orqasida opa borda shuncha qilyapti yoki Komilani bolasi demasin. O'zingdan kattani hurmat Ha, qilib. shuning uchun doim shu narsaga hurmatlar qilib, biz misol uchun bu zamdekan bilan yaqinmiz. Universitetda hech fakultet bo'lsa, hamma zamdekan bilan shu aka, opa xizmat. Aytganimdek tog'a, amaki. Hammasi bilan. Ular ham hayron, qachondan va amaki tog'a, siz man tog'asiz, siz man hamisha amakisiz deyman bo'ldi. Aytganimdek shu bilan. Yulduz opa, bu savol balkim sizga tanishdir. Eng katta kuch solinadigan aql va yurak. Siz o'rtasida o'zingiz qanaqa his qilasiz? Ko'p hollarda aql bilan ish qilasizmi yoki yuragingizga eshitib ish qilasizmi? Yo'q, Yulduz aqli yo'q. Kesolinglar uradi hozir. Menda ikkalasi bir vaqtda kelib qolgan payti bo'lgan. Boshqa Shunda qarang, savollar Yulduzxon, qarang. Ana bir vaqt kelib qolgan paytda aynan siz qaysini tanlashda o'zingizga eng to'g'ri yo'l deb bilgansiz? 50-50. Yo'q. 50 o'zi 50 o'zi qarang, o'zi 50 turibdi hayotingizda. Siz aynan 50 javobdan qaysi 50 tanlagansiz? Yo, ko'p ichki, ya'ni yurak deydimi? Ichki. Demak, yuragingizga ko'proq ishonasiz. Ishonaman. Yuragi Chunki u ishonch hech qachon aldamagan. Ha. Chunki u Maylimi bularga javob bersam. Sani ko'rsatib emasmi? Hozir o'ylab qolib chiqmasammikin, ikkalasi bitirsammikin. Men o'zim mehmonlikda savol. Xush kelibsiz Bahora. Ko'rsatuvimizga nima? Ja ko'p emas, 70% yurak bilan. Lekin kam foiz emas aql bilan ish ko'rgan joyimda pand yemagan joylarim ham bor, yegan joylarim ham bor. Yurak bilan ham xuddi shunaqa. Demak, aqli yaxshi ishlamaydi. Qaragina shuni hamma bilibdi. Aytdik-ku, bekor bizani bitta. Chunki biza bizni ko'rgan odam bizni urush qilishga qarab bir hech qachon boshqa qaytib. Kim bo'lib hozir xonaga gilam solindi-ku. Yotib olib urishyapmiz endi borku. Bular bir-biriga rostdan bu teskari ketsa kerak deb o'ylaymiz, urushimizni ko'rib. Zo'r lekin. Sizda-chi Abdurahmon aka? Men ko'proq Yurak yo'q bunda. 100% yurak. Yuragi. 100%. Yurak 4 kamerali bo'ladi. 80 kamerali yurak bor. Endi yuragim O'zbekiston mehmonxonasida, xonalari ko'p. Yurak. Yurak ishonaman, chunki u ichki his-tuyg'ulardan kelib chiqib aytadi. U aldamaydi. U aldamaydi rostdan ham. Chunki yurak ko'proq qalbga yaqin. U hech qachon aldamaydi. Tushunarli. Xo'p, bu savol ya'ni ota-onalaringizga bog'liq bo'lgan savol ekan. Onangizdan agar kechirim so'rash kerak bo'lsa, nima uchun kechirim so'ragan bo'lar edingiz? Ko'p emas, ba'zi paytda baribir bo'ladi-ku, aytilgan ishni vaqtida qilmaysiz. Обязательно bo'ladi. Shu bo'lsa, faqat shu. Boshqa narsa yo'q. Men onamdanmi? O'sha tug'ilayotgan paytimda dard keladi-ku. Agar qiynab qo'ygan bo'lsam, dard kelgan mahal o'sha paytda so'rayman, va ona qiynaladi-da. Va ona qiynaladi, o'limni bo'yniga olib dunyoga keltiradi. Lekin aytadilar, "Ha, bu ikkita akang bir akangga ham qiynalmaganmisa, qiynalganmasa, unda qiynalmaganman" dedi. Baribir uni dunyoga keltirgan payt o'sha
ba'zi payt o'zim bilmagan holatda xafa qilib qo'ygan bo'lishim mumkin. Bo'ladi-da baribir. Shartmidi shu savolni berish? Savolni berish shartmidi rostmi? Shu. O'sha uchun. Xullas, mabodo ko'ngillariga ozor yetkazgan bo'lsam, kechirim so'rayman. O'zlariga ham aytaman. Nima deydi? Kechirim so'ra bila oladigan, xursand qila oladigan qizman deb o'ylayman o'zim. Maqtanish emas bu. Shunaqa qila olaman men. Qilaman degan ishim qilaman deyman. Masalan, men bu joyda men bunaqa xafa qilib qo'ydimmi? Kechirim so'ramasman, "Aya, meni kechiring" demasman, lekin o'shani oqlash uchun nimadir qilaman. Harakat qilasiz. Harakat Tan qilaman. olasiz o'zingizni. Tan olaman o'zimni. Shunaqa bo'lib qoldi, mana bunaqa bo'lib qoldi bilmayman. Lekin men o'ylayman, ko'p xafa qilmaganman. Yo'q, uverен aytaman, ko'p xafa qilmaganman. Chunki yoshlikdan ayam bilan birgalikda mana shunaqa bo'lib o'sganligim uchun bilaman ayamni, nimadan ko'p siqilishlarini bilaman, nimadan ko'p xafa bo'lishlarini bilaman. Yoki kimlar xafa qilayotganini bilaman, kimlar xursand qilayotganligini bilaman. O'shanga qarab ish qilasiz-ku baribir. Ko'rpangga qarab oyog'ingni uzat deydi-ku. O'shanga qarab muvozanatda olib boraman. Xo'p, sizchi? Menmi? Qisqa qilib aytganda, yoshligimizda gapira olmasak ham bizni tushungansiz. Katta bo'lib meni tushunmayapsiz deganim uchun kechiring ona. Xo'p, kayfiyatlaringizni ko'taramiz. Bu narsa Buni oxirga berishimiz kerak edi. Yo'q, ta'sir qilmaydi. Baribir ona haqida gap ketsa baribir. Bu baribir nozik mavzuda. Ina baribir, ina. Oraga o'tgan safar ham xuddi shunaqa bo'ldi. Bitta shu narsa o'tib ketamiz. Umid yig'lagandir-da. Ha, shunaqa. Yig'laydi u. Lekin men yig'laganim eri ko'radi buni. Bekor yig'latdinglar bu. Birinchi ko'rishlari. Birinchi narsani adashib qo'yamiz. Umid aka, men yig'lamayman. Hamma savollarimga javob topib kelganman dedilar, lekin afsuski savol berganmiz. Menimcha любой odam ona haqida so'z ketsa, erib ketadi. aytishi mumkin, nimaga dadalarchi deydigan savol bo'lishi mumkin. Dadada ko'p nima deydi? Dada faqat ko'chada yurmaydi, ya'ni sizni o'ylab, sizni mana shu yaxshi kiyinsin, yaxshi ichsin, yaxshi kiysin deb doim sizni moliyaviy taraflama nima deydi, qoplash uchun ko'chada yuradigan inson. Shunaqa, ko'pchilik shunaqa qiladi. Ko'pincha shunaqa. Shunaqa. Lekin aslida bor-ku, lekin mendaki ota mavzusi men uchun og'irroq mavzu, Temur ko'proq. Menda ham shunaqa. Men ko'proq yaxshi ko'raman dadamni, ko'proq. Dadamni eslasam sog'inib ketaman, misol uchun. Dadamni misol uchun eslasam ko'zimga Instagramda ham ota haqida video ko'rsam, уже yuragim g'alati bo'lib ketib qoladi. Gaplashsam ham sog'inib ketaman-da. Juda sizni. Juda sog'inaman dadam. Juda sog'inib ketaman. Mendagi xarakter, mendagi o'xshash, mendagi o'sha yuz qiyofasi, meniki ichki dunyo o'sha tinib tinchimasdan g'imir qilib yurishim dadamni kopiyasi. Dadam shunaqalar. Xo'p, kelinglar dadalaringizga ham Bitta aytinglar. Dada, otalar haqida. men sizni yaxshi ko'raman. Yo, baxtingga sog' bo'ling. Meni hayotimdagi birinchi o'g'il bola o'rtog'im. Oxirgisi ham dadam bo'lib qoladi. Hayotimdagi birinchi o'g'il bola o'rtog'im, oxirgisi ham dadam bo'lib qoladi. Hayotdagi eng ishongan o'rtog'im ham dadam. Baxtimga sog' bo'lsin ilohim. Nimadir qilib ko'nglingiz yoqmaydigan ish qilgan bo'lsak, kechirim so'rayman. Kechiring otam. Shu joyga ota haqida she'r keldi. Mayli, ayting. Sen ham yuraydiz endi. Seni deb ertaga hech tinim bilmadi. Qancha yo'qchiliklar bag'rim tilmadi, bir burda nonni ham minnat qilmadi. Seni deb orttirib olganida dard, otangni qadriga yetgin birodar. Seni deb orzusin surib bir yonga, seni deb botdi-ku g'ich armonga, suyanib qoldi-ku dori darmonga. Seni deb orttirib olganda dard, otangni qadriga yetgin birodar. Qayta dunyoyam bor, o'ylab so'zlagin. Har bitta gapingni o'ylab so'zlagin. Oringga tegdimi? Eski ko'ylagi. Seni deb orttirib olganda dard, otangni qadriga yetgin birodar. Yosh payting
Yosh payting bir kulging ko'nglini yoritgan. O'sha ko'ylagiga so'laging artgan. Seni orzularing umrin qaritgan. Seni deb orttirib olgan dada, otangni qadriga yetgin birodar. Gap yo'q. Mayli, bugun bosh ochiraveradi. Maqsad shu edi o'zi. Shu yig'latib, kuldirish. Yig'latinglar o'zlar bizni. Tushadi. Da, javob Biz bir-bir qilishimiz kerak-ku. Bizni xarakterimiz shunaqa, xafa bo'lmasada. Taniganim. O'sha boya aytdim-ku, hamma taraf men dadam. Dadam. Xarakter, yurish, turish, nima deydi, g'imir-g'imir qilib yurish, ichki situatsiya hammasi dadamdan o'tgan. Men dadamni juda ham yaxshi ko'raman. Kim nima desa, mana shu kameraga qarab aytaman, kim nima desa, baribir qiz bola otasini boshqacha yaxshi ko'radi. U aytolmaydi, u nima deydi, tilda aks ettira olmaydi uni. Baribir qiz bola dadasiga ko'proq mehribon bo'ladi deydi. Bu 100% to'g'ri. 100% to'g'ri. Men dadamni juda ham yaxshi ko'raman, chunki mana shu kungacha yetib kelishimiz, bizning moliyaviy taraflama, boshqa tarbiya jihatidan va hammasi shu dadam tufayli. Shuning uchun baxtingizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlar ko'rishguncha sog'. Xayr. Shunaqa. Xo'p, mayli, eng oxirgi savol. Rivojlanishingizga ta'sir qilgan 3 inson. Rivojim o'sha endi ota-ona bittasi. Rivojlanishga sababchi bo'lganmi? Sababchi bo'lgan. Inson haqida gap kelsa, o'sha birinchi ota-ona, keyin o'sha ustozlar, yo familiya aytish kerakmi? Endi aytib ketaman. Agar familiya aytadigan bo'lsak, ikkinchisi bu birinchi ota-ona bo'lsa, ikkinchisi Kamiladan yarimdan meni ustozim. Uchinchisi ikkinchisi o'sha Kamiladan yarimdan bilan Abuzafa bo'lsa, uchinchisi shu yon atrofdagi do'stlar. Chunki ularga qarab ham rivojlanasiz. Xuddi nima deydi, poyga misol deydi-ku. Shunaqa, ularga qarab ham rivojlanasiz. Shu. Mendan rivojlanishimga ota-onam, bobom bilan buvim, ustozim Kamiladan yarimdan, keyin Obida Xatovich. Hop, menda yana bitta savol bor. Siz aynan hozirgi paytda kim bo'lib yashayapsiz? O'zingiz xohlagan insonmi yoki sizdan xohlagan insonmi? Bizdan xohlashgan inson. Ha. Mendan xohlashgan inson bo'lib yashayapman. Hali o'zim xohlagan inson bo'lib yashamadim. Aytdimki, armonim qolgan o'zim xohlagan inson bo'lib yashashim uchun. Shuning uchun ota-onam xohlagan inson bo'lib yashayapman. Armonim borlardi hali ozgina. Men o'zim xohlagan inson bo'lib. O'zingiz xohlagan. Chunki o'zimdagi ichki dunyoni, o'zimdagi qiziqishni, o'zimdagi insonlarni o'sha yig'ib nima deydi, taxlab bo'ldim. Yo, yana ham davomida o'shani nima deydi, pallasidaman. Oxirigacha yetib olmadim, lekin o'zim bo'lib yashayman. Baribir o'zimman, ha, shunaqa. Men xizmat taxlab. Aytvoring. Nimani? Yo'q, shuni berganingizdan keyin ham baribir savol berib qo'yamiz. Xo'p. Demak, bizning an'analarimiz, podkastimiz ko'radigan bo'lsanglar, Rasmni kim berdi? Ozodbek. sizning rasmlaringizni sizlarga beramiz. Siz esa rasm orqasiga tilaklaringizni yozasiz va ustiga imzongizni qo'yasiz va bu bizning podkastimiz Ustiga bu yoqqa imzo qo'yish kerakmi? ko'radigan joyiga. Ozod ko'rdingiz, siz bergan rasm tufayli imzosi ko'rinmaydi. Portfolioga bu rasmlaringiz tushadi. Hozir sizga bitta ruchka olaman, buni. Turursiz, shu ruchkani navbatma yozaveramiz. Xo'p. Men olib ruchka bor. Ya. Rangi uchgan ekanda. Orqaga niyat yozish kerak. Orqasiga yoki niyat yoki biror bir Tilak. maslahat, tilak. Hali hech kimga o'qiganimiz yo'q. Bera qarab turingmi o'zi? Buni biz o'tgan sonida ham aytgandik, 20 kishi bo'lgandan keyin xuddi sarhisob qilgandek hammani chaqiramiz, 20 kishini. Va bu o'shanda hamma bilan birdan diskussion bo'ladi, gaplashamiz. Xuddi shunday.
O'qimang. Yo'q. Hamma mehmonlarimiz Hamma mehmonlarimiz bor. Hozir ko'rsataman. Qo'l qo'yyapman. Qo'lni qarang, oyoqdan farqi yo'q. Demak, mana sizning rasmingiz portfolioga tushdi. Nima yuzi tasvir chiroyli, ozg'in paytni qo'ydingiz. Xo'p, keyingi an'anamiz bu sovg'alarimiz. Endi sizlarga Voy, qanaqa voy. sovg'a olishni juda ham ko'p Voy. o'ylardik va hozirgi Hozirgi kunga moslab o'rtoqlashar bu. Rahmat. qizil rangni juda ham yaxshi ko'rganingiz uchun biz Voy, qataman dedi. Men rosa yaxshi ko'raman qizil, badoviy. Men buni ham rosa yaxshi ko'raman xullas. Voy, namuncha zo'r. Endi bilsanglar, Boshqalarga alamsin. ma'naviyat komandasi Namuncha zo'r bu. har doim взаимно ishlab kelgan. Biz qachon joy borsak quruq kelmaymiz. Shuni biz ham o'zimizga Sovg'alarimiz bor sizlarga. Qachon ma'naviyat Chunki komandasi. ma'naviyat komandasi qayerga borsa Qachon quruq qo'l bilan Biz bormaydi. oldimizga quruq kelishadi xolos. Ma'naviyat komandasi quruq bormaydi. Quruq bormaydi. Hech qachon bormaydi. Sovg'alarimiz Hop olib. turaman. O'zim turib olib beraman sovg'amni. Iye. Bizni kim deb o'ylayapsizlar dedi-ku. Atak vashi zo'r, namuncha chiroyli Yoqdimi? bu. yoqdimi? rahmat. Siz chiqa olmayman endi. Tanlashda Juda qiynaldik. o'yladik rostdan ham. Bizani ideali boshqacha edi Yulduz opa. Sizni to'g'risi chexol chiqarmoqchi edi telefoningizga alohida. Bu chexol kerak emas mana shu. Dizaynlar tayyor edi, Mana buni- lekin negadir. Bahoraga ochib berasan, Yulduz. Bahoraniki ochib Vau. Yo'q, Asmiyat. Nima degani shu? Asmiyat shu tushunmayman hech qachon. Nima degani Yulduz opa? ocha qo'y endi shu. Hech narsa ocholmaysan, ey. Mana. Sizga buni qarang, sizga esa buni qarang. Vau. Sovg'amiz. Как раз mana oq rangni yaxshi ko'raman. Mana Ko'rdinglar o'rtoqlar mana buni. Kattakon Sizga mana rahmat. buni sinab qo'yamiz. e'tiboringizni Endi berganingiz uchun. finjanni, choy yoki Kofelarni kofelarni shunga shunga damlab ichasizlar. Ideya qilishlarga Buni mana bunaqa bu joyga reklama bo'lmagan. meni gap yopishtirasizlarmi? Yo'li gap yopishtirasizlar. Ha, men bu finjanni men bunga solib bizani har ko'rganinglarda bizani eslab yurasizlar. Shunaqa qilamiz. Rahmat katta sizlarga. Sog' bo'ling, sizlarga ham rahmat va shu zo'r hozir. Hozir Ayni taqib Ayni ketaman. payti menga vashi yoqdi. Sovqat qilmaydi. Taqib ketaman hozir. Chiroyli ketdimi qara. Juda ham. O'zi ko'rolmas edi boshlandi bu. Anaqaga o'xshadi. Ana hind aktrisalarga o'xshab qoldik. Как раз olib borib kuncha kino ko'raman. Hozir ishxonaga boramiz. Bugungi sonimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun sonimizda Abdurahmon aka hamda Yulduz opani yana yaqindan tanib olish uchun sizlarga yana bir imkoniyat bo'ldi. Shunaqa. Ular haqida ko'plab ma'lumotlar, ularning hayot tarzi, fikrlashlari haqida bilib oldinglar. Bizni YouTube kanalimizda kuzatib boringlar. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Albatta. Qo'llab-quvvatlanglar. Biz bundan juda ham xursand bo'lamiz va yanada ko'proq ishlashimiz uchun bizga katta ta'sir qiladi. Shunaqa. Va keyingi mehmonimiz kim bo'lishini siz hal qilishingiz mumkin. Kommentariyalarda qoldiring va biz sizning fikringizni inobatga olamiz. Eng ko'p like bergan. Shunaqa. Eng ko'p like yig'gan insonni biz keyingi sonimizga chaqiramiz va bu son yangi yildan keyin efirlarga chiqadi. Yangi yil bilan tabriklaylar. Yangi yil bilan. Avvalambor, Yangi yil bilan avvalambor. hammaga tabriklaymiz. Men gapiryapman. O'qituvchilar, nima deydi? Oilalarga baxt, saodat, tinchlik, omonlik, kelgusida ishlaringizga omad, bahora bilan quvonchga Xudo xolasa 2026-yil sizlarni ko'rsatuvlarni YouTube'dan ko'rayotganlarni soni oshsin-da, xuddi shu yerga kelaylik, faqat biz ana oltita knopka bor-ku, shuni tabriklagani kelaylik sizlarning oldinglarga. Xudo xolasa YouTube'dan oltita knopka olinglar-da, shuni tabriklagani kelaylik ilohim sizlarning oldinglarga. Omadinglarni bersin. Juda zo'r loyiha, haqiqatan bizga juda yoqdi, savollar zo'r, boshlovchilar undan ham zo'r. Hamma yoq kreativ ishlagansizlar. Omad, Xudo xolasa kelib ishlarga omad. Keyingi ko'rsatuvlarni bundan-da chiroyliroq, bizdaqa bo'lmaydi. Bizda baribir. Omad, zo'r. Rahmat. Avvalambor mana shu ko'rsatuvga chaqirganingizdan juda ham xursandmiz. Aynan yangi yil sonini bo'lib qolganimiz uchun, to'g'rimi? To'g'ri. Juda ham xursandmiz. Sizlarga omad, chunki hech bunaqa loyiha bo'lmagan.
ko'rdinglarmi, bo'ladigan bola boshdan ma'lum deydi-ku, birinchi kurs bular hali. Bundan katta kurslar umuman qilmagan. Даже biz ham qilmaganmiz, qara, xayolga kelmagan. Juda ham hammasi Abdulaziz aka davrida bo'lyapti. Sho'raganlarda bo'lmagan bunaqa. rahmat. Yana bir kursga taklif qilganinglar uchun. Xudo xohlasa mana Abdurahmon aytgandek 2026-yil bundanda yuksak martabalarga erishib, nimani ko'zlagan bo'lsanglar hammasiga erishinglar. Sovg'alar uchun ham rahmat. Rahmat. Nima deydi, hammani kelayotgan yangi 2026-yil bilan tabriklayman. Yangi yil hammangizga va hammamizga muborak bo'lsin. Rahmat. Xayr. Biz bu tarafdan xiralashib keladi.